Selamünaleyküm balla. Bugünden başlap Android qarasını düşüyoruz ya. Sonundan ki ahirgacha berdashlik berib Android'da muvaffaqiyatli kullanganimni tebrik ederim. Endi bu Android'da ba'zi Javaga munosabatli ba'zi mazmunlarni qo'shimcha qilib so'zlaymiz ya. Müşkil insanlar ve Android'in buradan yazmışlarını körüp eskirse Android'in demiş çömüş cevabını sözleydiğimizin çok. Hem de Android degen qandan esa degende men mazmunni men hanuzcha oldim. Buni endi uyg'urcha tarjima qilib o'tirsak hammamizga tushuniksiz bo'lib qoladi bu. Androidcha endi shu mavjud bo'lgan Linux'niki neyxorsizlik asosida Linux'niki neyxorsiga neyxorsi degan Linux'niki marqana bir sozuvchi toniki mesela mo'yim anaqa chonshus bo'ldi-ku. Ya da Android bo'lsa shu Linux'niki ham mo'yim chonshusning ustiga Java'dagi shunijini qatgan, shunijini davlatni qatgan. Şu Java'dagi shunijini anaqa bir Java programlarını yunşin kıldığan, icra kıldığan bir muhit hazırlığını Linux'nin. Android'nin asaslık kısmı şu asaslık birincisi. Java'nınkini asas kılgalık için biz Java tilde yazımız hem Java'nın ügünümüz Allah tarafı. Hem de bazılarını değişeni mümkün C++'ni mi yazgılı bolduken o C++'ni endikini işletip durup deydi. Nimishga insanlar Linux bo'lganlik uchun C++'ni qo'llaydi bu C++'ni qo'llaydi Linux bo'lganlik uchun. Linux'niki asos sistemi ise Linux bo'lsa ochiq kodli sistemi bor, buni hamimiz bilamiz. Ochiq kodli sistemi C tilida yozib chiqilgan, C++ tilida yozib chiqilgan ochiq kodli sistem. Bunun tepsimiz C++ icra bo'ldi. Android'da nimish qildi desanlar, mushno tepsiga, mushno muhim mesela har qanday bir sozuvchi toni bayatda men deb o'tib ketgandek, mesela yingan bilan olingan, qattiq detallar bilan olingan yoki bo'lmasa ananikin mesela ekranga sızdigan, font bir taraf qildigan, ananiki har xil mesela ekrandagi ko'znaklarni bir taraf qildigan, rangni bir taraf qildigan, navbatdagi mesela harakatlarni bir taraf qildigan degandek muhim nexirlar bo'ldi. Android shu nexirlarni o'z ichiga ilib bunun tepkisiga ananki Java'dagi shunijini qo'shib barliq keltirgan bir sistema. Android bak qiziqadiganlar mishniki to'rdan yonmasini tushirib bir qo'l ko'rib baqsanglar bo'ldi-da. Androidniki yonmasini tushirib o'zini bir qo'l ko'rib baqsanglar. Asli kodini. Kayan sistemi, kayan jamaya bu. Burun boshqa bir shirkat yasagan keyin Google şu şirketlerin kendisini bırak sitviylep özü qo'shib olgani bu boshqa bir shirkatning aslida Google'niki emas bu. Endi Android niki asosligi ARM Pingtay deydi endi. Ma CPU'ni tipi ARM degani ARM 5, 6, 7 deymiz odatda. Buni qiziqadiganlar bu CPU'niki tipi qanday bo'lindi desanlar, mana CPU'niki buyruqqa o'xshamas sababdan CPU'nun her xil tiplar bo'lindi CPU'nun. Mesela CPU'ga beradigan buyruqniki o'xshamas. Amaliyotda hammasini qildigan ishi o'xshash, lekin baynalik Java'dagi mesela Java'dagi ma'lum bir programning ma'lum bir ishni amalga oshirish bilan C#'dagi ma'lum bir programini amalga oshirish o'xshamagan o'xshash. Bu CPU'niki beradigan buyruqlari o'xshamaslik sababidan ARM, Intel, IBM deb ashunda CPU'larga bo'lingan, CPU'larga bo'lingan. Shuning asosida asaslık ARM Pingtay qarta chiqarilgan, ARM Pingtay qarta chiqarilgan. Burunqi telefonlarning hammasi, mesela burun yangi chiqqan Android shoujilarniki hammasi Android telefonlarning hammasi ARM CPU diye, ARM CPU diye. Keyin hozir men yaqindan beri mesela 2 yil bo'lib qoldi, 2 yildan ortiq. Intel'niki CPU'si bor, Intel'niki X-Palio CPU'si bor. Intel'ning jilinsini qo'llaydi degan so'z, Intel'ning buyruqini qo'llaydi degan so'z. Hem ya deb qo'yibdi, tungo beni kontrol tungo mişi özümüz mesela mişni asıl qilib mesela build qilib qayda özümüz kontrol qila olamiz. X-Palio'da deydi, Intel'dimi, Mac'dimi, Shiton Jego Jishan 同样可以运行的。Bu degan nima desanlar qaranglar. Bu degan bir yer nima desanlar mesela Java'ni biz
copyingday deb qo'yamiz-ku, Java mesela so'zlijidan tanlamaydigan bir sistema-ku Java deymiz. Mesela Linux'da icra bo'ldi, Java nima Windows'da icra bo'ldi. Mac'da icra bo'ldi. Shunga o'xshash Javaga o'xshash Java shunda bo'lganlik uchun demak ma'lum shunda qila oldi degan so'z ham edi. Explorer Windows'da ijro qila oldi, Mac'da ijro qildi, Linux'da ijro qildi degan so'z Android. Android namda mashinchilik so'zi ya Androidniki. Biz qolgan mazmunlarni Androidni zal qachon barliq kelgan, kim qancha hozir navbatdagi nashri qancha, yangi nashri men bilishimcha 5da 1da 1 qo'ydayman, 5da 2 mosh qilib. Android LM deb yangilar chiqdi. Shularni hammasini to'rdan ko'rib olsam bo'ladi. Endi bir Android ma'lum navbatda ekranda chiqayotgan Androidniki, Android sisteminiki Jago'si bir konjasi. Nima Jago'si degani nima deymiz desanlarda. Shuniki bir binoniki qurilmasi bo'lganga o'xshash, shu bir sisteminiki qurilmasi. Mesela bu sisteme qaysi bo'laklardan tarkibda. Bayni bir uy qaranglar. Masalan, oshxona, tozliq uyi, mehmonxona, yotoq uyi deb bo'linganga o'xshash bu sistemni o'ziga tushliq qism bo'lakligi bo'lingan, har qaysi bo'lakligi bo'lingan. Masalan, birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat, to'rtinchi qavat, beshinchi qavat deganga o'xshash menda Android 5 bo'lakdan tarkib topgan, Androidning sistemasi 5 bo'lakdan tarkib topgan. Eng tuvanki bo'lak ham qizil so'zi. Manadiki yeshil, manadiki mavi, mana Android runtime deydi. Butkul mesela Android programlarni ijro qiladigan ham seriq rayoni, butkul Androidga programlarni ijro qilgan. Bayamqi davlik deganimiz hamlatda mishada. Ma ko'k deganimiz endi ko'k ustidagi qaraydigan bo'lsak ko'k turda applications bilan application framework deydi. Ma framework deganimiz bizning ko'rayotgan SDK'larimiz shu, hamlatda SDK'larimiz shu. Har qaysi SDK'larning banbansiga o'xshamay, ta'minlangan JQuery o'xshamaydi degan so'z hamlatda ma'vo application songa ta'minlangan application degan qavatga ta'minlangan ig'iz o'xshamaydi degan so'z. Tuvanda mishlarni har bir qavatlarniki yuqoridan ustiga qarabamiz. Har bir qavatlarniki tuzilishini, alohidligini ko'rib o'tamiz. Birinchisi Linux kernel deydi. Linux kernel deganimiz eng ostidagi qaraydigan bo'lsak, buni qaraydigan bo'lsak display drivers deydi, camera driver deydi, Bluetooth deydi. Layaniki ma shojantoniki, ma ko'rinadigan sisteminiki, ma USBniki buni qaraydigan bo'lsak, keypad deydi, qaraydigan bo'lsak, Wi-Fi deydi, audio deydi. Ananikin miya qaraydigan bo'lsak ICP deydi, IPC deydi, Power Manager deydi, tokni bir taraf qiladigan deganga o'xshash. Nurga qaraydigan bo'lsak, jiqlarning keyinda driver deb qilmasdan Chudon degan gap turdi, hammasini jiqlarning keyinda Chudon degan gap turdi. Endi bu qavatniki qaraydigan bo'lsak, Android G mashi qavat nimani bildirdi desanglar Android G Linuxniki 2.6 xashim shiton full ta'minlangan. Bundan ham har xil anchuansi, masalan, anchuanga berib taqiladigan, nesimganlik berib taqiladigan, ishga bir taraf qilib, ish saqlag'ishni bir taraf qiladigan, jinchon degan har qanday bir programma bir jinchon olib ma'noda bir so'zlijitonda. Windows'da o'xshash. Masalan, Windows'da ma'no qaraydigan bo'lsak, Windows'ni ko'ma runlan gapirib, 10 kun chekib, runlan vanlichi qaraydigan bo'lsak, nurg'un jinchonlar bor. Shunga o'xshash bunada nurg'un jinchonlar bor. Banglo deydi, to'g'ri munosabatlik, anandikin Chudon mokorsi deydi, har qaysi Chudon mokor. Masalan, Wi-Fi-niki biz Wi-Fi-ni ma'lum bir injenga ulg'an bilan qarang, Wi-Fi-ni ma'lum bir injenga ulg'an bilan. Uniki Chudonsini tanitmasak, masalan, uniki Chudonsi deganimiz nima desanglar, Chudon deganimiz qaranglar, Chudon deganimiz qattiq detal bilan shu sistemini, millatda yumshoq detalni, sistemi millatda nurg'un yumshoq detal, har qanday bir sistema nurg'un yumshoq detallardan bir mukammal bir sistemaga aylandi. Shu qattiq detal bilan shu programmani, ya'ni sistemini o'zaro tutashtiradigan bir orliqdagi programma Chudon deb topildi. Qattiq detalniki masalan 1 bilan 0 ni chiqardi asosiyatini. Masalan, nurg'un qattiq detallar 1 bilan 0 ni masalan shu shinxo chiqardi, shu shinxo. Moni shinxo deymiz, shu shinxo deymiz. Bunday shinxo shitonda tashib o'qigan bo'lib bildi. Shinxo shitonda so'zlaydi. Bu shu shinxo deganimiz 1 bilan 0. Moni shinxo deganimiz bunda
graflar her xil mında graflar. Mında ast üstüge mağdığan her xil diagramma o'xshash narsalar monishinga deymiz. Şu monishinga bo'lsa, masalan, shushinga bo'lsa asaraqda, shushinga 1 bilan 0 ni masalan biz programmani bilmizak, kompyuter asosan 1 bilan 0 dan tarkib topgan. Biz har qanday yozgan programma eng oxirida jichimaga aylandi. Jichima deganimiz nima desanglar 1 bilan 0. CPU ga shu 1 bilan 0 ni ma'lum bir bo'laklar bo'yicha biz bersak, aş 1 bilan 0 niki aş bo'laklarni bu har xil buyruqlar deb to'naydi, har xil buyruqlar deb turdi. Masalan, 1 0 0 0 1 degandek narsani qo'shish deb bilgan bo'lsa, biz unga 1 masalan 5da ma'lum bir sondan keyin masalan 1 1 1 1 1 bo'lgan bo'lsa, undan keyin uni berib bo'lgandan keyin bu ma'lum bir sonni ma'lum bir jisunchilik saqlaydi, ma'lum bir jisunchilik saqlab turdi bu. Saqlab turgandan keyin andan keyin keyindan biz bunga qo'shib buyruqni bersak, unda olsa ma jisunchiga masalan ma buyruqni qo'shmaykan, unda nimani qo'shma degani keyindan saqlaydi. Andan keyin masalan shu buyruqni olgandan keyin andan keyin bizga masalan tan belgisini yozamiz yoki ma'lum bir ijro qiladigan belgisini yozgandan keyin bu ikki jisunchilik narsani ilib qo'shib belgisi orqali qo'shib hisoblab, amliyatda bularning hammasi 1 bilan 0 dan tarkib topgan. Ahamiyat degani masalan chudon qaytib kelsak, masalan chudon deganimizmi shunda aslida shushin xolani shunda odatda programmaga aylantirib beradi. Odatda masalan ma'lum bir Wi-Fi bo'lgan bo'lsa, shu o'ziniki qonni tuba ulab bergan. Yoki bo'lmasa masalan ekranni deyli, ekranni mamlakatda masalan ekranning chudonsini qachirsanlar, ekran masalan so'zjidan qachilgan chaqda avtomatik qachiradi, bunda yengganligini. Masalan Shenkanın chudonsi deb qo'yamiz biz hozirda. Hammadan biladigan Shenkanın chudonsini qachirmabdi deb. Endi Shenkanın chudonsini qachirmasanlar ekran yana to'nimagandek chiqib qoladi baqa. Shenkanın chudonsini qachirgandan keyin ashu haqiqiy bir so'zjiton bilan o joqda bir yengganni rasmiy to'g'ri uludi degan so'z, ashu uludi degan so'z, to'g'ri uludi degan so'z. Ajno o'sha chudon demak degani. Miyada deb turgan Linux kernel yezo ve yenggan ranjian jijen de cho'shansang da yamadi. Mesela şu range, qattiq detal bilan telefondagi mesela telefonning ekranida emas, biznanki mesela Wi-Fi'da emas, labasida emas telefonning, anandagi telefondan keyin RGB qilgan yerida emas, shunday yerlarni hammasi yenggan bo'ladi-ku, shu yenggan bilan Android so'zjitoni ulaydigan bir bo'lak deydi, ham shu. Bu eng ostidagi bo'lakni, mana rayonni, qizil rayonni shu ashunda ulaydigan bo'lak demakdir bu. Endi men aslida yozib qo'ydim. Agar siz faqat app ichishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu qismni tadqiq qilmasangiz bo'ldi deb yozib qo'ydim men. Bu nima degani ham desanglar, endi bu butunlay sijajaq bir taqildigan mazmun. Asosan sijajaqli bir taqiladi. Bu yerda asosan Java yozmaydi, bu Java'sini yozmaydi. Endi bu mushlarni o'qib bilib, mushlarni programma aylantirib, ma'bulak ta'minlaydi, ma'bulaklar ta'minlaydi, ustidagi bo'lak ta'minlaydi. Endi ustidagi bo'lak qaraydigan bo'lsak, ikkinchi bo'lak masalan Android runtime deydi, seriq bo'lak seriq bo'lak. Bundan qaraydigan bo'lsak, core libraries bilan Dynamic Virtual Machine deydi. Ama shunicha degan gap ham Dynamic Virtual Machine degani. Android runtime yani ikkinchi bo'lak. Android bo'lganiga Hashing koda jiqar edi. Bu hashing kod deganimiz qaysi desanglar, mana core libraries degani hashing kod emas nega. Qigonla dabufen的Java 编程语言核心类库中可用的功能的 Endi har qanday bir Android programma mesela mişi devlikte icra buldu, devlikte icra buldu. Devlet şunici de icra buldu. Hem de bir Android nesine mesela bir APK'ni sizler yişip kirep bakan boşanır mümkün. Ama vallahi yişip kirep bakan boşanır mümkün. APK'ni yazsanlar mesela baş mundarcıdılar bir Dex dep bir ücret var. Dex dep ücret var. O nima desanlar millete şu biz yazgan Java programınınki şu beni yıkılıp çıkağa altı. Muşu şunici da millete runtime'da muş Java muş Dex ücreti icra buldu da. Çünkü normal muş Dex ücreti icra buldu. Çünkü Dex diye ücreti icra buldu. Bu Dex diye ücret işte nima desanlar mesela yaz ücretlerimi aşkıl buldu. Nurgun klaslar var. Java'nın millete en ahırda biz beni yıkıp çıksak klas ücretiga aylandı o. Şu nurgun beyin yıkılıp şu nurgun klaslarını koyup koygan şu devlikte şu icra buldu de.
Üçüncü qavat ya, üçüncü qavat hem de üçüncü qavat mavo libraries ya, libraries. Bir yer qaraydigan bo'lsak hem de mesela FreeType deydi, WebKit deydi, SQLite deydi, SSL deydi, OpenGL deydi, Surface Manager deydi, Media Framework deydi ya. Qaraydigan bo'lsak nurg'un hem de şu qo'llanishchan, şu Android'da mesela ne? Android'niki o'zini mesela WebView'ni nurg'unlaringlar ishlatib boqqan bo'lishi mumkin. Mesela WebKit deganimiz shundan kelgan. Anandaki mesela nurg'unlaringlar Shujiko ishlatib boqqaninglar bo'lishi mumkin. Shu mesela SQLite, Android'da asosan SQLite Shujiko ishlatamiz ya. Android. Andaki nurg'unlar mesela Android'da naqsh qo'yib, yana balki boshqa mesela media qo'yib ko'rib boqqan bo'lishi mumkin. Mesela o naqshni qo'ysanglar ovoz chiqadi. Shunami? Ovoz chiqadi. Ovoz amaliyotda qaysidan chiqdi desanglar, ma qavatdan chiqdi ya, ma demak, mavo nima chiqib berdi desanglar, ma libraries degan nima chiqib berdi desanglar, sizlardan miyadan kelgan ovozni qaranglar. Ma qavatga avatib berdi, ma qizil qavatga, eng astidagi qavatga avatib berdi. Va eng astidagi qavat shuning bilan buni mesela o'zniki, mashqisniki tutishadigan eg'izlari bor deydi, mesela eg'izlari bor. Bu eg'iz bo'yicha, eg'izni o'lcham bo'yicha avatib berdi mana. Evet peki bu çokum medyanı mişel yişidi bu. Mesela ma'lum bir MP3 kelse bunu byte aylandırıp mesela mana evet berdi. Bu anadaki mesela ovoznikiga berib, ovoznikiga buni bir bilan nolga yoki o'zniki ovozniki mesela injanniki alsaz alaydigan bo'lsang, buni injanga tok shaklda evet berdi vallahi. Amaliyotda labadan chiqayotgan har xil tok ya vallahi. Amaliyotda tok. Mesela yuqori besim, tuvan besim deymiz ya. Kompyuterni shu yuqori besim, tuvan besim desek bo'ladi. Bir deganimiz yuqori besim, 0 deganimiz tuvan besim ha. Musha ovozni mesela ne ovoznikini mishran qavat bergandan mavo bir bilan 0 ga aylantirib yuqori besim bilan tuvan besim. Ash labaga berdi. Şimdi demak shuni bilan ovoz chiqib degan so'z ya, ovoz chiqib degan so'z. Shunga o'xshash miyada qaraydigan bo'lsak, nurg'un mesela ne WebKit deganimizni to'rg'ulanib ma'lum bir mesela WebKit deganimiz Apple'niki kelgan bo'lsa, ma WebKit deganimiz. Mesela nalaqa 360 niki lo'lanchilarni shiltpaqalarlar, Jisu lo'lanchi deb qo'ydi. Google'niki Chrome'si, shularni hammasini yig'irsa WebKit vallahi WebKit. HTML5 ni eng yaxshi qo'llaydigan lo'lanchilarni yig'irniki birsi. Hamda mana shu qavat shu ishlarni qiladi, shu ishlarni qiladi. Qaraydigan bo'lsak Android mana men tushuntirimiz bor ekan. Android bo'lgan ega C jajali kuji dedi, C jajali kuji dedi. Hamda bayon kujidan demakki. Gong Android shitonda GG zujan shuyong dedi. Mesela har qaysi zujali demakki, ustidagi nurg'un zujanlar ishlatadi dedi. Bularning ichidan bir-birlab tushuntirib o'taman deb miyada hamda bir qo'l tushuntirib qo'ydim. Mana shiton C dedi. Bu yerda C shiton dedi. LIBS dedi. Mana LIBC dedi. Bundan nimish qildi desanglar, biz mesela NDK'da ya C-Jajada kod yozib qolsak, bevosita shu Belgium cooler'niki C'dagi Belgium cooler'ni ishlatamiz degan so'z ya. Ana ikkinchisi bayatda men sizga MediaQ deydi, mesela media player demek yaşadı. Anadaki ma Surface, Gemini Core. Mesela Gemini Core Surface. Anadaki LIB Web Core deydi, web lo'lanchini linking deydi mesela. Ondan başqa qaraydigan bo'lsak, anadaki SGL deydi, jibinda RD tushing linking deydi. Sandico OpenGL anadaki FreeType anadaki ma ztinike kullanma V2 qarşılayan zti选人deydi. SQLite等所有的应用程序都可以使用强大和轻量级的关系数据库引擎dedi. SQLite ham ikki terichi bo'lgan shujini saqlay oladi o'zi. To'g'ridan o'zi bu mu kayanshamo, malana jiq kayanshamo, ma WebKit deganimi kayanshamo, ma OpenGL deganimi kayanshamo, ma SQLite deganimi kayanshamo, ma C'niki kayan nurg'onasi. Ham Linux'ni nurg'on yerlar kayan bo'lganiga miyaga ishlatganlar nurg'onasi kayan meniki. Hamda bu 3-chi qavat bu 3-chi qavat. Mana qaraydigan bo'lsak 3-chi qavat biz hamda ma 1-chi qavatni tushundik, 1-chi qizil qavatni nima qildi desanglar, mushu butkul sistemini yinjan bilan bog'laydigan qavatga. Ma seriq qavat Android runtime deganimiz butkul Android programlar mushu qavatning ichida ijro bo'ldi ekan, mushu qavat boshqurdi ekan ma'lum bir programlarniki ijro bo'lish. Bu har qaysi yerlar bilan o eg'iz almashtir degan programma.
Misal devletni putkal yunşin mesela jontayızken. Ma libraries deganimizni hozir ko'rib o'tdik. Putkal bir qism bizga sistemidagi cool ekan, boshqa programmalar ishlatadigan tayyor kodlar ekan, ma tayyor mesela kodlar ekan. Endi üstü qaraydigansak 4-chi qavat, ma 4-chi qavat application framework deydi. Application frameworkni keyin biz tushuntirishni ko'rib baqlaymiz. Application framework通过提供开放平台的 Android 开发是开发者能够编制既丰富的和新的bir narsa应用程序dedi. Bu yerda demakchi endi qisqartirib degan chog'da nima demakchi desanglar, bu yerda application framework degan nima ish qildi bizga desanglar, nurg'un eg'iz ta'minlaydigan qavat bu. Bizga nurg'un eg'iz ta'minlaydi. Masalan biz masalan qanday eg'iz ta'minlaydi desanglar, masalan biz tekstyuma millatda bizga nisbatan bir eg'iz, tekstyuma bizga nisbatan bir eg'iz. Agarda u bizdagi tekstyuni ta'minlamagan bo'lsa, qaranglar, tekstyuni ta'minlamagan bo'lsa, men oldingi soatida bir Androidniki munosabatlik mazmun so'zlagan chog'da men sizlarga butkul mush Androidniki Android chekit jar degan hujjatini men sizlarga ishib ko'rsatib qo'ygan, shu soatlik darsda ko'rsatib qo'ygan. Shuni ichi qaraydigan bo'lsak, nurg'un shunday viewlar bor, ham nurg'un shunday menejerlar bor, qaraydigan bo'lsak. Endi ma qavatga qaraydigan bo'lsak, nima qildi desanglar, mush ustidagi bizning yozgan programma amaliyotda application degan ma qavat ijro bo'ldi. Eng ustidagi qavatida ijro bo'ldi, maniki tuzilmasi Wangloniki tuzilmasiga o'xshab ketadi, Wangloniki. Masalan, dasho Jisanji Wangloni o'qib baqqan bolalar bilishi mumkin, Jisanji Wanglodimi shunda 7 son bor, 7 son bor. 7 sonnikida eng ostida unidimi shu butkul masalan Yinyon son deymiz, Shujilianlo son deymiz. Bir tordagi bir uchurniki kelib qanda bo'lib, mush eng oxirda shu nimaga ko'rinmay yuziga chiqdi degandek 7 qavat bor. Shunga o'xshash shu application sonda bizniki butkul programmalar ijro bo'ldi, Endi bizning programmalar qanday qilib masalan ma'lum bir MP3ni qo'ydi, yoki bo'lmasa qanday qilib ma'lum bir shipini qo'ydi, yoki bo'lmasa qanday qilib ma'lum bir tor bekatni ochdi, yoki bo'lmasa qanday qilib ma'lum bir livlanchida ma'lum bir tor ko'rgishda ma'lum bir torbatni ochdi degan chog'da mushu application framework degan narsa mush qavat bo'lganligi uchun biz shu ishlarni qila olamiz. Mush qavat bizga shunday eg'izlarni ta'minlaganligi uchun biz shunday boshqa 3 qavat bilan biz har qaysi boshqa 3 qavat bilan biz asosli boshqa mushu libraries degan mush qavat bilan biz o'zimiz nima yozib almashtira olamiz. Ishlar bilan uchuр almashtirib, shuliq buyruq berib, shundan kelgan uchurni o'qib degandek, shunday ishlarni qila olamiz. Endi bu application framework degan muhim qavat. Bu qavatni tushunsak, biz qanchalik tushunishimiz, bu qavatga, shu Leylani, bu qavatga eg'izlarni qanchalik tushunishimiz, bu Androidda qanchalik bir narsa yoza oladiganimizga bog'liq bo'lib qoldi. Masalan, Activity Manager deymiz, Window Manager deymiz, Content Providers deymiz, View Systems deymiz, Notification Manager, Package Manager qaraydigan bo'lsak, Telephone Manager, Resource Manager, Location Manager qaraydigan bo'lsak, XMPP Service deydi. Ma'lumotlar pushniki, XMPP Service deymiz. Changlenge deb qo'ydi buniki. Masalan, tuyson yollaymiz, tuyson yollagan chog'da millatda u fuchi bilan bikatomay ulinib turadigan bir ulinish, tuyson deganimiz millatda fuchi bilan bikatomay ulinib turgan. Har vaqt masalan, sen bormi desa, men bor deb, sen bormi desa, men bor, sen bormi desa, men bor deb turadigan bir ulinish. Masalan, sen bormi, men bor, sen bormi, men bor deganda avo masalan uçur keldi degan zaman uçur yo'llasak hammasi bor edi. Millatda shunday ulinib turg'achqa shunday bor edi. Activity Manager deganimiz millatda activity deganimizni aldiq soat so'zlab ketdim, bir ta chonko. Mush butkul shu sistemdagi chonkolarni bir taraf qildi degansiz. Va Window Manager deganimiz endi bir masalan bir activitylar chiqadigan bir endi programda bir window bo'ldi. Millatda window deganimiz masalan ma'lum bir nima deb tushunsak masalan
Mana bir ko'znak ma seriq rangni deb turlar. Mana bir ko'znak desak, ma ishchidiksa masalan ishchi chiqayotgan bir activity bo'lsa, ma butkul bir ko'znak bir window bo'ldi degansiz. Bu window deganimiz ustidagi soatlardan tortib ostidagi ma nimalarni o'z ichiga oldi-da. Ma unaqa har qaysi hozirgi unaqa ranjampan deb qo'ymizga ostida unaqa masalan qoyitish deganlarniki. Burungi telefonlarda bo'lsa unaqa burungi telefonlar ranjampan yo'qdi. Burungi telefonlar qanday desanglar, shunda qaytish belgisilarini ayrim yinggan shaklda chiqargan, ostiga ayrim yinggan. Hozir qanday qildi desanglar, uni ranjan shaklda, ranjampan shaklda ichiga pingmoni ichiga ko'znakni bash windowni ichiga akiribdi uni. Akiribdi. Burunqilarda sirtida. Burungi telefonlarni ko'rib baqsang bo'ladi o'zini. Şuna o'xshash ma Windows Manager deganimiz shunda bir Windowsni ko'rsatadi. Endi ma content providerimiz deganimiz mesela content providerimiz eng qisqa tushuntirsak, eng oddiy tushuntirsak, masalan biz programmada turib, butkul shitondagi danshinni o'qiy olamiz, butkul to'nshinlarni o'qiy olamiz, Androidniki bir alohidligi. iOSda bo'lsa unda qilamiz, tushunmayapmidi deymiz. Androidda nimish shunda qila oldik desak, mush content provider, mazmun tigonjan, ma'lumotlar. Ma content deganimiz mazmun, ma providers deganimiz tigonjan degan gap bor. Mush content bir shu danshinda shunda bir iqtidor bo'lganlik uchun, vaqti kelgan chaqda bizmi o'zimizning programmasiga shunda bir iqtidorni qo'shib, bizmi boshqalarga masalan ta'minlayolamiz, shunda o'zimizniki masalan biz masalan ma'lum bir layout change qildik ya deylik. Biz unda olsa ma'lum bir eg'iz ta'minlab, bizmi o'zimizniki masalan shu navbat ishlatgichning barliq to'nshinlovsini boshqa bir appga biz boshqa applarga ta'minlayolamiz, ya'ni boshqa applarni o'qib olsa. Ham shunda qila olamiz, ham shularni cheklayta olamiz degandek ishlarni qila olamiz. Endi view system deganimiz nima desanglar, view system deganimiz hamda butkul text view deymiz, edit view deymiz, list view deymiz, butkul viewlarniki, ko'znaklardagi viewlarniki hamda butkul boshqaradigan shu view system deb olgan butkul API. Ammo notification manager deganimiz hamda har qanday telefonda masalan shu to'njilan chiqadigan, masalan ma'lum bir pushkasi chiqadi yoki bo'lmasa ma'lum bir hujjatlarni tushirayotgan bo'lsa degandek, naqsh qo'yilayotgan bo'lsa degandek narsalar chiqadigan. Shu notification manager deb shu yerda biz shu mushi eg'iz orqali ma'lum bir o'zimiz bergan ma'lum bir to'njilarni, ma'lum bir notificationni tozlayotamiz yoki bo'lmasa yangidan bir notification chiqara olamiz, genshin qila olamiz degandek ishlarni qila olamiz, yengila olamiz degandek ishlarni, to'njilardagi uchurlarni. Ham boshqalarniki notificationni ID'sini bilsak, shu ID'larni orqali tozlayotamiz degandek masalan. Shunday ishlarni qila olamiz. Notificationni bilish uchun cho'qim ID'sini bilish kerak. Shitonning mujna tushunchasi bo'lg'ashqa ustida chimchu deb bir belgi chiqadi. Chimchu degani bo'lsanglar, tozlayotgan bo'lgan notificationlarimizni tozlaydi. Hamda ba'zi notificationlarni tozlayotgan bo'lgan yoki bo'lmaydigan qilib mujna ichida o'zimiz belgilaymiz. Endi ma package manager, package manager deganimiz nima ish qildi desanglar, package manager deganimiz endi shu Androidda har qanday bir app bir package shaklda masalan mavjud bo'lib turdi. O'xshash package name'lik ikki app mavjud emas bir sistemda. Bu bayni nima deb tushuntiramiz desanglar, buni bayni bir layning ichidagi, bir tipning ichidagi o'xshash ismlik ikki benlang qaranglar, o'xshash ismlik ikki benlang masalan mayli u change benlang bo'lsin, mayli u jubu benlang bo'lsin, o'xshash ismlik ikki benlang mavjud bo'lib turadigan o'xshash bir sistemning ichida o'xshash package-lik ikki program, ikki app mavjud bo'lib turadi. Ikki app mavjud bo'lib turadi. Bu har qanday sistemga nisbatan o'xshash, har qanday sistemga nisbatan o'xshash. Endi package manager deganimiz shu biz masalan 360 niki yoki bo'lmasa boshqa masalan boshqa to'nshinninki Shoji Gwanja Shoji Jushoma qanday telefon applarni ko'ramiz, Shular qaraydigan bo'lsak, bizning sistemdagi applarni juvatkili, sistemaga rot tushungan bo'lsa, shular bizga Android qilib bergili yoki bo'lmasa applarniki yangi nashrni tekshirib bergili bo'ladi. Hamda shular bizdan o'qiy oldi, shu barliq applarni. Qanday usul, qanday eg'iz orqali o'qiy oldi, ular application senda turib, qanday eg'iz orqali fikr sistemdagi eg'izlarni o'qiy oldi degan chaqda hamda mush package manager bo'lganlik uchun o'qiy oldi.
Bu package manager orqali o'qiy oladi. Boshqa applarniki banbansini, ismini, tubiyosini degandek narsalarni og'ili bo'ladi bitilgan. Endi ma telefoni menejer deydi. Telefoni menejer bo'lganda bunda mesela ma'lum bir telefon nomerga erishish yoki bo'lmasa uchur yo'llash yoki bo'lmasa telefondan kelib VIMA deb qo'yamiz, ICM kartidagi no VIMA deb qo'yamiz. Har qanday bir ICM kartida qaranglar, telefon kartasida insonlar bo'lsin, telefon nomeri saqlanmaydi bolalar. Telefon nomeri saqlanmaydi. Telefon nomeri deganimiz nima desam, amaliyot ICM kartida bir ICM sub bir narsada bir shulexa bo'ldi, uzun bir shulexa bo'ldi. Şu bizning telefon nomeri ICM kartının nomeri bo'ladi. Şu nomerni mesela yunşan o'qib, mesela telefon o'qib bilib, yunşana fuchisiga yo'llaydi, mulozimatlarga yo'llaydi şu nomerni. Şu nomerni mulozimatlarga yo'llagandan keyin mulozimatlarda şu nomeronlarga duyon bo'lgan bir telefon nomeri bor, mesela nomeronlarga duyon bo'lgan bir telefon nomeri bor. Şu telefon numarını o'qib bilib, andan keyin qarshi tarafga şu telefon numarini ko'rsatib ber degansiz, qarshi tarafga şu telefon numarini ko'rsatib ber degansiz. Amaliyotda mesela sizning kartangiz yutib ketib qolsa, qanday bo'ladi desangiz, sizning telefon numaringlar o'zgarmaydi. Şu telefon numaringizga mos kelgan shular qoli o'zgardi. Agar telefon numarini bu ICM kartidagi VI nomer qilib qo'ysa, shichitaq chiqadi. O chaqda ICM kartangiz yutib ketsa, ba'ni bank kartasiga o'xshash, ba'ni bank kartangiz yutib ketsa, qaytadan yangi bank karti bijusanglar burunqi nomeranglar o'xshash chiqmaydi-ku. Shunga o'xshash, shunga o'xshash. Mushlar shuni oldini olish uchun shunda bir taraf bor. Nayda aqlliq bir taraf qo'sha bor. Endi bu telefon menejer deganda shu, mesela telefon munosabatlik, mesela telefonniki Wi-Fi torni o'rnishi, telefonniki mesela shunday nomerlari, telefonniki ba'zi jontayllari degandek SD kasaldimi yo'q degandek narsalar. Anadaki resource manager, resource manager deganimiz mesela har qanday ziyon demakchi, bir resource deganimiz ziyon bor. Ziyon degan joyda naqsha, mesela MP3 shipping, mesela muzika shipping, anadaki rasm, anadaki yani başka tekst hujjat degandek mesela 4 jon ziyon bor. 4 jon ziyonniki mesela shularni demakchi, bu yerda shularni demak, shularni boshquradigan resource manager, o'qib oladigan yoki yozadigan. Ama location manager'ni ben demisem ömrümüz bölümüzde Android'da dinley kabul buldu. GPS konlansı mesela ne? Cizan dinley de koymuş. Cizan dinley bilen GPS dinley de koymuş. Millet her kanda telefonda GPS bulu de. Her kanda telefonda eğer sağlam bolsa şey telefon çıkargan zaman. Hem de cizan dinley bilen GPS dinley'ninki ne farkı var diyen çağda cizan dinley deganimiz bizden telefon kartımız, qaranglar, telefon kartımız her vaqt bizga eng yaqin, mesela denshiniki bo'lsa, denshini jizansi bilan uchir almashtirib turdi. Denshiniki jizansi bilan uchir almashtirib. Jizan deganimiz nima desanglar, shu jizanni dinlay qilib turib, sizning o'rningizni belgilaydi. Ham GPS dinlay deganimiz nima desanglar, GPS Vision'ga uchir yo'llash orqali, sun'iy amroq uchir yo'llash orqali sizning o'rningizni belgilaydi. Endi qaysidan inoqlik yuqori deganni men demasam bilasizlar. Sun'iy amroq uchur yo'llab o'rin belgilashniki xatolik farqi balki 5 metrning ichida. Sizlarni 5 metrgacha aniqlay oladi degansiz. Lekin tokni veshiydi bu. Iqim bilan tokni veshiydi. Endi o SMPP server XMPP server deganni bayatda men bir qo'shgandim. Bu hamda frameworkniki qildig'ishlari, bu frameworkniki qildig'ishlari. Ma agarda men ba'zi narsalarni tez so'zlab darrov tushunmay qolganimizdan mishalga shipping qayta ko'rib, mush frameworkga zot nima ishlarni qila olamizki deganni mishadan chiqdi, Androidda nima ishlarni qila olamizki degan mishal chiqdi. Application sang'lama so'zimiz ham bo'ladi, application sang'na tushunishdi. Bu biz qachilgan yoki sirtonda aslida bor bo'lgan nurg'un sistemlar, mush application sang'lar, mesela ana qaragansak mesela Chrome deydi, bizniki Chrome. Emnet launcher debchi, mesela Android sistemisi butkul applarni tuzilmasi, ayrim ichida maxsus yunshun bo'lgan ayrim kod yo'q, bitilamiz app. Mesela buniki shojisi bir app mesela. Anadaki buniki mesela Gmail, Showyesi mesela, bitta applarni boshqaradigan yer bir app. Buni Tonshinlosi bir app, buniki SMS'i bir app, buniki mesela Livlanchisi bir app, yani boshqa degandek. Ba'zi dinji qilgan telefonlar qaraydigansak, nurg'un ichida o'zida bor bo'lgan nurg'un applar chiqadi. Bularning hammasi amaliyotda shu applicationsga da'vo qilgan chog'da shuni avtomatik qatlaydigan buyruqni yozib, sistemning ichiga shunday yozib o'tgan degansiz. Ba'zi Windows'niki o'zi bilan birga Ghost yozgan o'xshash ba'zi ishlar. Hamda Androidniki asosli qurilmasi, so'zjitoniki, mesela Android sisteminiki asos qurilmasi ham shunday.
qurilmasi ham shunday. Sinda XP Android'niki bu sistemin tushundirish hamda mishay cho'sin. Endi biz rasmiy Android'da programmamizdan bir ma'lum bir proyektni qurib, bugungi so'zlaydigan darsimiz biz kichik mazmunda birisiga ham Android'niki sistemini tushundirish, sisteminiki qurilmasini tushundirish. Bulapma endi bizniki alohida diqqat qilgan yerimiz shu application framework mushsan, shu bo'lak. Yana birisiga ham shu bugungi hozir so'zlaydigan yana bir mazmun bo'lsa Activity, activity. Android'ga ham 4 cho'ng zujan bor, Android'da 4 cho'ng zujan bor. Birisi activity qarang. Yana birisi content provider. Mazmun tigon qilgan. Yana birisi service full, Masalan, service deganda full deganda Vision-niki bir Vision-niki shu Yunjun Ranta deganda aslida shikish fullsi bor, qo'zg'alib turgan. Yana birisi broadcast deymiz, broadcast deymiz, Guangbo deb qo'ydi, Guangbo deb qo'ydi. Bu Guangbo degan chaqda nima desanglar, ma'vo qaranglar, masalan, bu Guangbo degan chaqda nima desanglar, masalan, bir tal donshin kelgan bo'lsa, qisquchur kelgan bo'lsa, qaranglar. Qisquchurniki masalan, mal qisquchurniki, musho masalan qisquchurniki meyadiki masalan, appsi herkes bizning appni ma'lum bir Jacobs'ni o'yin qilmaydi. Masalan, biz qisquchurni o'qib olmoqchi bo'lgan bo'lsak, herkes bizning u butkul appliga qarta qaranglar, butkul appliga qarta ma'lum bir uchur taqdi-da, butkul sistema qaranglar. Sistema taqdi jumlalarda, sistema butkul appliga qarta uchur taqdi. Bunda masalan butkul bir Android sistemasi yoki navbatdagi telefon, bunda uchurni topshirib oldi. Uchur telefon kelgan telefon nomeri ma'vo Futurning mazmuni ma'vo, vaqti mancha ma'vo degandek, mana hozir navbatga olti ma'vo degandek mana Guangbon taqdim. Bu Guangbonni kim burun qabul qilsa, shu burun hamda bir taraf qila oladi degan so'z. Chanshan degan gap musha chiqdi hamda. Broadcastingga masalan Guangbonniki chanshansi deb qo'yiladi. Kim burun bu qabul qilsa, ham kim eng oldida qabul qilsa, mushu burun bir taraf qila oladi degan so'z. Endi ba'zi applarniki, ba'zi donshin applarniki yoki bo'lmasa 360niki pingbi qildigan iqtidorlari amaliyotda mush iqtidorda mush navbatdagi mush kim burun qabul qilsa degan bayon gapimdan foydalangan. Qanday foydalangan desanglar, bular bikka to'nmay shidon bilan shunday masalan yangi uchur keldimi ya meni masalan o'ziniki chanshansini eng yuqori holatga ko'tardi, eng paydosini eng oldiga qo'ydi. Sistemini eng oldiga qo'ydi degan so'z bu uchur taqatgan zamonda qabul qildi. Shu uchurni kesib o'tkili bo'ldi-da, Guangbonni. Masalan, men qabul qilib bo'lgandan keyin men o'zimniki mening chanshanim bo'ldi-da, shunda chanshanim bog'ladi men Guangbonni qabul qilgandan keyin. Men kaynimdagi applarni hech qanday bilmasin deb, men Guangbonni tugutayman, men tugutayman. Demak, 360 ba'zi pingbi qilishlar qanday qildi desanglar, mayli telefon bo'lsin, mayli telefon kelgan bo'lsa, mayli uchur topshirib olgan bo'lsa, shularning hammasi bir Guangbo bo'ldi. Vaqti kelgan chog'da biz o'zimizmi Guangbo taqt olaymiz degan so'z. Programda Guangbo taqt deb o'zimizning programmamizda qabul qila olamiz degan so'z. Shuni o'xshash shu 360niki yonlisi shunaqa eng burun qabul qildi degan so'z. Mush 4 mana mush 4. Activity, content provider, broadcast, and service deb 4 cho'ng zujan deb qo'yamiz. Butkul Androidniki masalan, biz Androidniki masalan har qanday programmasini 4 cho'ng zujandan foydalanib turib yozamiz, masalan. Bu 4 cho'ng zujan nimishki 4 cho'ng zujan deymiz desanglar, 4 cho'ng zujanda ma'lum bir narsani aniqlab ishlatmoqchi bo'lsak, cho'qim Androidning manifestining ichiga biz aniqlam beramiz, 4 ga aniqlam beramiz. Qolgan viewlarga biz aniqlam bermasak ham bo'ladi. Viewlar deganimiz 4 ning ichida bo'lgan ishlar, butkul programmalar 4 ning ichida bo'ladi degan so'z, butkul programmalar 4 ning ichida bo'ladi degan so'z. Endi biz Android proyektini aldan qatam Androidniki yunshungan jinsini ijro bo'lish muhitini hozirlash degan programmada bir qo'l so'zlagan. Endi 10 kun chekib biz bir ma'lum bir Android project qurmoqchi bo'lsak 10 kun chekib 10 kun ichida Android application project degan tanlaymiz. Yoki bo'lmasa faylning ichidan, newning ichidan Android application project degan tanlasak bo'ladi. Ma'lum bir Android tayyor proyektga kirmoqchi bo'lsak, 10 kun chekib importni kirsak bo'ladi. Ya'ni Android deganni tanlab,
Android degende exit Android code into workspace degan talsak bo'ldi yoki bo'lmasa mana faylni ichidan important talsak bo'ldi. Hamda biz Android projektni buni quraylik. Android projektni buni quraylik. Men mazmunlarni men tafsiliy to'xtalmayman. Men o'zimdan tafsiliy to'xtalmayman. Hamda men application name deydi. Application name deganimiz bizniki hamda navbatdagi shu projektniki ismi demak. Ya bu projektniki ismi demak. Endi olsam men bu yerga demo activity deb qo'yay. Activity deb qo'yay. Activity deb qo'yay. Bu yerga hamda o'zimizniki shu. Bu yerdagi hamda mana package name deganim bayatda men deb ketdim ham shu. Androidda birdan bir package name bo'ldi. Buni keyin o'zgartirib olib bo'ldi. Mana keyin o'zga programnikini o'zgartirib olib bo'ldi. Endi men bu yerga package name'ni men bunday qo'yib qo'yay. Direct demo activity deb. Endi mana project name deganimiz bu yerda ko'rinadigan project name demak. Bu yerda ko'rinadigan masalan sinaq class degan o'xshash yerga project name deydi. Buni men mesela o'zgartirib olingan linchi deb o'zgartirib qo'ysam buni. Endi mana qaraydigan bo'lsak, bu yerda minimum deydi. Minimumni asosiyatdan biz endi 4.0 ga tanishib qo'ylar, 4.0 tanishib qo'ylar. Hozir asosiyatdan bu 2.0, 2.3 asosiyatdan 4.0 ni asosiyatdan yo'q qildi. Mana endi target navbat ishlatadigan demak-ya, mana navbat ishlatadigan mesela 4x bo'lyapti. Ma combine degan gapiradigan bo'lsak, choose a target deydi. Choose a target. Ma gapni mensa choose a target API to combine deydi. Comply deydi. Comply deganni ham bu yerda izlab baqira biza. Comply. Comply deganni qaraydigan bo'lsak, bien deydi, bienjo qo'yib bien deydi, bienji deydi. Asosiyatdan bien yig'ilmasi demakcha, bien hamda ma degani hamda qaysisi bien yiqilsa demakcha, ma qaysisi bien yiqilsa degani. Buni men 4x ga tanishib qo'yay. Malzem deganimiz hamda buniki masalan rutisi demakchi. Masalan Androidniki nurg'un rutilari bor hamda bu yerda hamda shu rutin tanlagan deydi. Mana shu. Mesela action barni, action bar mantala qo'ysan avtomatik action shu programmalarda avtomatik action barmish. Action bar deganimiz nima desanlar ustida chiqadigan mesela 4.0 dan keyin qo'llaydi action barni. Ustida chiqadigan ma'lum saydanlar degan. Mana ikkisiniki ham o'zi uchun olaylik. Men nonni talab qo'yadi. Yana hamda mesela create costume launcher icon deydi. Men tanlasanlar iconni o'zingizlar qo'yishlar deysiz. Create activity deydi. Activity quramsa deydi. Make this project as library deydi. Library degan keyin so'zlaymiz. Biz library degan qanday project degan. Buni qisqa tushuntirish berib ketib qolsak, bu library de biz ba'zi projektlarni o'zimiz ma'lum bir Lego shaklida yozib olamiz. Bu projektlarni Lego shaklida yozib, ana Coral project shaklida, Coral project shaklida yozilib, boshqa projektlarga biz ekirgil bo'ldi. Ham shuni ekirib, ikki projektni qo'shib bir projekt qilib ishlatib bo'ldi degan so'z. Aniki mana project ne qursa deydi. Men mana JPEG'dagi Android program course degan o'ylab mana ishni quraydi buni. Endi ma'ni masalan ma'nikini activity deydi. Activity deb yerdan xohlagancha masalan tanlab qo'ysam bo'ldi buni. Yerdan xohlagancha o'zini tanlab qo'ysam bo'ldi. Masalan ma'ni tanlab qo'yaman. Netki rengini mesela rang qo'yadi degan. Mana kendi bunda bo'lsinmi degan masalani Endi bu yerdan hamda netki yangi activityni qanday qursa deydi. Men hech qanday activity qurmayman. Hech qanday activity qurmayman. Men tanlasak hech qanday activity qurmaydi. Endi men finish qilay. Finish qilganga qaraydigan bo'lsak, nega hamda ma bayatda men projektniki mesela ism bilan mesela demo activity kayni chislar urib qo'ygandim men project name deganga. Qarayamsa activity men nimadan buni qurib edi bizga nimadan buni qurib edi. Projektni buni qurib edi. Bu projektni qurib bergandan men SRC deganda nima saqlandi desangiz Java kodlar saqlandi, Java kodlar saqlandi. Voice set deganda nima desangiz la buni
Esisiyat insan diyorsun bu ziyan saklaydigan hüccet bo'lmadi. Buni aytganmish esisiyat bilan bu restoran ishchilik har qanday hujjatga yozg'ili bo'lmaydi. U faqat o'qig'ili bo'ldi, yozg'ili bo'lmaydi. Esisiyatni ishchigimi shunday faqat o'qig'ili bo'ldi, yozg'ili bo'lmaydi. Faqat o'qig'ili bo'ldi. Endi qanday hujjatlarni yozamiz desanlar, birsiga shu qaysiga yozamiz degan chog'da Androidda birsiga SD kartaga yozamiz. Ya'ni birsiga mushu SD kart, mushu hujjat qochlangan yerga yozg'ili bo'ldi. Qochlangan daytni ishchiligi yozib. O aşağıda mesela bazı pejundiyanlarni SD kartaga yozib qo'ysak, haqlarda mesela mesela rot bo'lmasam ko'ralaydi degansiz. Agar men o'zimizniki ma pejundiyanlar ishchiga mesela qochlangan yerga yozib qo'ysak, rot bo'lmasa ko'ramaydi degansiz. Pejundiyanlarni mesela laqında yo'ng'uming deganlarni saqlagan chog'da amal bormish pejundiyaniki saqlagan qochlangan yerga yozamiz, qochlangan yerga yozamiz. Hem de bu şey size diyen işçigime her kız ziyanlarını saklı buldu. Bunun işçiye her kız ziyanlarını saklı buldu. Hem de ma bindiğinimizin sözümsek bulup ve bindiğinimiz mesela şu programın yumuşan kançada icra bulduğun mesela bu olarak C# gibi okşaşa bu C#. Bir şeyge mesela IP'kin çıkardı ya ki bu ben yıkıp boğandaki altı ya bu ben yıkıp boğandaki altı ben yıkılıp ben yerini ötkendeki ki mücadele ediyor. Ma leybiyas diyen astığa har xil leykoli saqlanadi. Bu leykoni ichiga masalan so'kum bor, jar hujjatim bor degandek, jar hujjatni ichiga qo'ysak avtomatik to'naydi deysiz, jar hujjat. Endi boshqa yerdagi jar hujjatni qanday kiramiz desak, 10 kun chekib, shu shinsida nima, 10 kun chekib, ma properties deganda masalan ma properties degan talabga Androidni talabmaydim. Ma Android Java build pass degan yerda ma library degan talabmaydim. Jarı üzerimiz mesela başka jarlarını qatsak mı buldu degan size qatqan chog'da diqqat qilgan yerimiz mesela ma birinchisi projektni ichida ma'lum bir jar hujjatni tanlab berishi, jar hujjatni tanlab berish. Ma'lum library deydi mesela. Buni qaraydigan bo'lsa jarni qatan sanadi mana o'sha narsani. Masalan, aytamiz birinchi, ikkinchisi qarab ishlatamiz biz. Bunda qitib yursak bo'lmaydi hamda. Alay bo'yisini aslo tashlab qo'ysak bo'ldi, kirib fujuqliklar tashlab qo'ysak. Hamda rest deganimiz hamda keyin masalan mana resource manager deganda men so'zildim shu chaqda maxsus so'zlaymiz buni ishchilik har bir narsani. Mushu vingan joylarni o'zlarini hammasi shu midog munosabatga hammasi midog. Telefonniki familiyasiga munosabatga. Ma'noga qaraydigan bo'lsak, ma'lani hammasiga Google masalan o'z avtomatik rasm qotib qo'ydi. Ma'no qatmabdi ma'lay. Ma'yan 20 burunqi 240 ta 320 lik mana 240 ta. Demek Google özümü vazgeçti degan so'z mana. Hozir bunda telefon yo'q degan so'z, hozir bunda telefon yo'q degan so'z. Ma'vo undan so'z yuqoriga 360 480 mol shunda qo'ymayman. Ma'vo 480 800 mol. Ma'noga bo'lgan so'z yuqorlab mana. Ma'vo patligi maskilgan degandek, ma'vo patligi. Layout deganimiz butkul bizningki masalan sisteminiki XML layout hujjatlari, masalan bayni program mesela turbat dizbaqalarga HTML yozgango mesela ma'lum bir PHP bilan HTML ni birlashtirib yozmoqchi bo'lsak mesela Mavo mesela bizniki navbatdagi mesela PHP bo'lgan bo'lsa PHP bo'lgan bo'lsa Mavo bizniki HTML bo'lgan bo'lsa mushkisi mesela uchralmashtirdi o'zaro uchralmashtirdi mesela mushkisi uchralmashtirdi. Shunga o'xshash biznikimi Android programmamizda Mavoni biz Java kodga o'xshatsak bo'ldi. Ustidagi PHP ni biz Java kodga o'xshatsak bo'ldi. Ostidagi ma'ni hamda biz shu RESTning ichidagi har qaysi hujjatlarga o'xshash bo'ldi. Masalan, layout deymiz, anadagi masalan values deymiz degandek nurg'un RESTning ichidagi hujjatlarga o'xshatsak bo'ladi. Ma'ni RESTning ichidagi RESTning ichidagi hujjatlarni biz o'qib oladi. Asset managerning ichidagisi o'qib oladi albatta. Uni ichiga alayda ekvalda jiqaraq ekvalda ishlatmaymiz, alayda ekvalda ham ishlatsak bo'ladi uni ichiga. Masalan, fontlarni qo'yib qo'ydigan degandek masalan. Va layout deganimiz hamda shu butkul Gmailniki masalan, ko'znakniki shu kontrollarni masalan yozdigan yerlarni, kontrollarni yozdigan. Endi ma values deydi qaraydigan bo'lsak, valuesning ichida ham bir qancha ko'proq ishlatganlari
Mesela string deymiz, style deymiz. Style'dan işçi qaraydigan bo'lsak mana. Nurg'un style'dan belgilab olib bo'ldi, keyin bir-birini bir so'zlaymiz. Stringni ishchi qaraydigan bo'lsak, masalan, men o'zimiz muqim qilib string qiymatlarini belgilab, bu string qiymatniki Java programida yoki shu programda o'qib oladigan ismi, uni qiymati degandek men belgilab olamiz. Undan boshqa buning ichiga yana int shaklidagi masalan desmi o'zimiz xohlagancha biz birini qurib olsak bo'ladi. Masalan, menga men zerekda birini qurib olsam bo'ladi degan so'z. Zerekda bir resursdan buni qurib, buning ichiga men masalan color deb yozamdim, qaraydigan bo'lsak nurg'ular bor, mana. Color deb yozamdim, string deb yozamdim, item deb yozamdim, masalan color desam masalan name say masalan bg color desam masalan bg color desam ff manual ff desam masalan mushu menimki bir resurs'im bo'ladi, ama zerekligimdan mening bir resurs'im bo'ladi. Amalda bu keyin o'zimizning ismini qo'ymaymiz, bizning shiton birlik kelganini ishlasak bo'ladi, birlik kelganini ishlasak bo'ladi. Mesela string deganimiz bütün string saqlaydigan, style deganimiz bütün style'ni saqlaydigan, undan boshqa meyda ya'ni nurg'un mesela birlikni saqlaydigan degandek nurg'un bor. Endi ma manifest deganimiz, manifest degan bayağı men deb o'tib ketdim. To'rt cho'ng zujanba dedim, to'rt cho'ng zujanba dedim. Bu manifestning ichiga shularni aniqlaymiz dedim. Millatda bu manifest deganimiz mushbutga cho'ngshuniki rukosi, rukosi. Mush manifestning ichiga ba'zi zujanlarni aniqlab, mushning ichiga bizni ishlatgan zujanlarni cho'qim aniqlashimiz kerak. Buni ichida nimalar saqlanadi desanglar, birinchi qarasaqmi package-ningki feature saqlanadi, package-ningki feature. Masalan, navbatdagi masalan version code bilan version name deb turdi. Version name'ga qaragancha string case bo'laverdi, string case bo'laverdi menga. Va version code'ga lekin cho'qib int qiymat kelish kerak, int qiymat butun son kelish kerak. Masalan 1.5 deb qo'ysam bo'lmaydi, mana 1.5 deb qo'ysam bo'lmaydi. Cho'qim int qiymat keldi. 1 10 100 degandek, masalan meniki 999 degandek. Bu version code orqali ma'lum bir app'ningki banbasini tekshiramiz, version code orqali ma'lum bir app'ningki version code'ini selishtirish orqali. Mushu endi bir programniki masalan bir ma'lum bir app'niki muhim feature, version namesi, version codesi, aniki package namesi. Package namesi bayamqi masalan mushu har qanday bir Android sistemida birdan bir bo'ladi, package namesi birdan bir bo'ladi. Aniki uses SDK deydi, use qaraydigan bo'lsak uses SDK deydi. Min SDK version deydi, target SDK version deydi. Bayatdan biz qurgan chaqda tanlab bergandik, mensini 14 targetini 21 tanlab bergandik. Menda meshadimi o'zgartirib bo'ladi, bishadimi o'zgartirib. Bu yerda o'zgartib bo'lgandan keyin biz avtomatik meyadan tanlab bersak bo'ladi. Mumkin chekib shu chansida mana. Bizlar ma'noga men endi 2 dush deb qo'ysam, masalan 2 dush desam, zaman bir saqlaydi. Qo'limiz bilan o'zgartiramiz qo'yamiz. Qo'limiz bilan o'zgartiramiz yani. Emniyetde qaysini asos qildi desanglar, ma'ni asos qildi. Men vallahi qochilgan chaqda, masalan telefonga qochilgan chaqda, masalan men mini SD2 version degani nima desanglar, niyat qochilmoqchi bo'lgan telefonniki eng tuvan nashri qaysi degan so'z, eng tuvan nashri qaysi degan so'z. Men endi olsa ma'ni hozir ma'ni nimani ifodalaydi desanglar, 4 dan 0 ga teng bo'lgan yoki shundan yuqori bo'lgan telefonlarga niyatga men yasag'atni qochilsin degan gap. Niyatga men yasag'atni qochilsin degan gap. Ba'zi telefonlarga cho'qim masalan Android qaçlash masalan biz ba'zi telefonlardan voz kechmoqchi bo'lib qolsak, faqat mishadagi versionsini yuqori ko'tarsak bo'ldi deymiz. Masalan, ikki dushlarni o'ylashmasam, masalan, ikki dushlarni o'ylashmasam, mishani faqat 4 ni o'zgartirsam bo'ldi degan so'z, 4 ni. Unda ikki dushlarga avtomatik o'z qaçlanmaydi degan so'z, qaçlanmaydi, APK mos kelmaydi degan so'z. Endi har qanday bir programda bir application bo'ladi, birla application bo'ladi, bu ismli bo'lsin, birla application bo'ladi. Nurg'un activity bo'ladi, nurg'un service bo'lishi mumkin, nurg'un content provider bo'lishi mumkin, nurg'un masalan broadcast bo'lishi mumkin, lekin birla application bo'ladi. Birla application bo'ladi. Nimishki rukosi deganim amaliyotdan mushu application tutulmuş cho'ngshiniga kirishiga yozadi. Bu application'niki har qaysi funksiyonlarni keyin so'zlaymiz, tafsili to'xtalamiz. Bu applicationlar shunday ichiga biz activity'larni quramiz degan so'zda. Endi navbat so'zlaydigan darsimiz
Activity benim sözlerden asas mazmunumuz activity. Activity'ni men deb tüketdim, men bir packajdan bunu qurdim endi. Activity'ni qanday quramiz degan chog'da activity men millatda bir class ya, class. Java'dagi bir tal class. Class, Java'dagi bir tal class. Endi mesela activity demo bir deb qo'yaman, demo bir deb qo'yaman. Endi activity'ni bir classga qaraydigan bo'lsak, class. Men navbatdagi activity bo'la olamdi degan chog'da navbatdagi activity bo'lolmaydi, bir activity emas bu, bir activity. Buni qanday qilib activity qilamiz deganda oldingi soatda biz jichon so'zdik, extended deb. Endi Java'ni biz bekor so'zladik, butunlay mijnashda Java ishlatgachga vaqt isrof qilib biz Java so'zladik, extended deb endi activityga biz jichon qilamiz. Bu activity nerede qaraydigan bo'lsak, mana import Android app'ning ichidagi activity, Android app'ning ichidagi activity. Demak, buni shiton allaqachon yozib qo'ygan bir activity degansiz. Bu activityni biz jichon qilsak, biz navbatdagi bir layerimiz bizniki bir activity'niki balisi bo'ldi degan so'z. Bir activity'ning balisi bo'ldi. Ma jichon qildi, dadisiga activity'ni berdi, unda bo'lsa balisimi activity bo'ldi degan so'z. Balisimi activity bo'ldi degan so'z. Shuna o'xshash biz shu activityga jichon qilgan ekan, bu bir activity bo'ldi, bu bir activity bo'ldi. Endi activity'niki bir activity qurgan chog'da alohida diqqat qilgan bir ish bor, alohida. Qanday bir activity qurgan chog'da cho'qim shuni ishlatimizga, cho'qim manifestning ichiga biz, manifestning ichiga shu activity'ni aniqlashimiz kerak. Men bayatdan deb o'tib sida zujan deb, to'rt cho'ng kontrol dedim, zujan deganni nima? Shuna o'xshash sida zujan dedik, sida zujanni cho'qim ishlatimizga, cho'qim manifestning ichiga qoidasi bo'yicha aniqlashimiz kerak. Agar manifestni shu yozib qo'ymaymiz buni. Qoidasi bo'yicha aniqlashimiz kerak. Qoidasi deganda vaqt kelgan chog'da har bir zujan so'zlagan chog'da shuni qoidasini so'zlaymiz. Endi activity'mi shunga o'xshash. Sizlar zujanning birinchisi activity, ikkinchisi content service, uchinchisi content provider, to'rtinchisi broadcast deganga o'xshash. Shunga o'xshash. Endi activity'mi shunga birinchisi masalan. Unda esa activity'ni shunaqa aniqlashimiz kerak, Endi ma applicationda har qanday bir Android programminiki endi kirishga activity bo'ladi, activity bo'lmasa Android programni ijro qilgan chog'da tug'yoz chiqmaydi degan so'z, Endi activity'ni qanday aniqlaymiz? 10 kun o'tgunchaga qaraydigan bo'lsak, mana men deb o'tib ketdim, boyatda qaraydigan bo'lsak, mana activity deb turdi. Anadaki miyaya qaraydigan bo'lsak, provider deb turdi, receiver deb turdi, Guangbo deb turdi. Anadaki miyada service deb turdi, mana sizlar o'zing deydi. Qolganlari hamda masalan users library degandan keyin Gojisiga borgan chog'da so'zlaydigan mazmunlar, ma'mo Gojisiga borgan chog'da so'zlaydigan mazmunlar. Ma metadata degan nima keyin masalan ma'lum bir app qilgan chog'da so'zlaymiz. Mashq mazmunlar ma'lumotga bizning darsimizda so'zlaymiz. Endi qaraydigan bo'lsak, activity deb turdi, activity'ni chekkandikilar masalan bunda olsa mega Android name deb bunda orqali masalan shu navbatdagi package-niki to'liq qismini yozsam bo'ladi. Agarda mush package-ni ostida bo'lib qolsa, biz faqat chekib turib yoki shunday yozib qo'ysak bo'ladi degan so'z. Mush package-ni ostida navbatdagi biznikisi mush package-ni ostida bo'lgan o'xshaydi. Amal biz hamimiz to'liq yozishga odatlansak bo'ladi, to'g'ri. Nimishga desanglar keyin cho'nshini o'qish jarayonida bo'lsa, mayli cho'nshini keyin vaqo qilish jarayonida bo'lsa, nurg'un qulaylik ham asan bir qarablamış activity'niki biz hargiz bir bog'ning ichiga barliq activity'ni yozamiz deb kapolatlik qilmaymiz har qanday bir programda. Balkim boshqa programdagi boshqa bir activity'larni ishlatib qo'yishimiz mumkin boshqa pakejdagi. Shunga o'xshash shunday yozishni odat qilsak bo'ladi. Andan keyin bu activity'ni hozir qurib bo'ldik, bu activity'ni qurib bo'ldik. Unda esa men monichidan buni qo'zg'atay, Hozir qurib bo'ldik. Unda esa biz shu programni ijro qilsak, shu activity chiqamdi? Unda esa men monichini qo'zg'atib ko'rib qo'yay. Ular chiqmamdi.
chiqamdi chiqmamdi deganda mani yumshoq qilamiz. Bir Android programmasini qanday yumshoq qilamiz degan chog'da 10 knopkani chekyapmiz. Run as dan Android application degan tanlasak bo'ldi. Android application degan tanlasak bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana monichi havo yengandiki nima qo'zg'atmagan sir asta bo'ldi. Bayduna pushni ishlatgan mana bu. Liq Xpalio monichi olgan ekan, mana bu push Xpalio qo'llamagan ekan, mana bu xatolik chiqib oldi ekan. Hamda men bayatım programni qo'zg'atay, men programni qo'zg'atay. Qaraydigan bo'lsak, men asta qaraylik, biz asta qaraydigan bo'lsak, uni application already developed reinstall deydi, qaytadan qachilandi deydi. Install it on device deydi. Seniki mesela navbatdagi activity programma mesela APK qochilib bo'ldi deydi. Qochilib bo'lib done deb chiqdi, men done deb chiqdi. Endi men ko'znek qaraydigan bo'lsak, ko'znek qaraydigan bo'lsak, hech qanday activity qo'zg'almadi, bizga hech qanday program qo'zg'almadi. Unda biz izlab baqilay, bizning program bormi, yo'qmi? Bizda izlab baqilay. Activity demo diye. Activity demo olsa qayda bo'yicha bir shig'il to'g'ri kes bo'ldi, harf bo'yicha. Yo'q. Qaraydigan bo'lsak, chiqmabdi. Demak, unda olsa biz ma'lum bir activity, cho'qon bir activity'ninki rukosi bo'ldi, programda bir yoki bir qancha activity rukosi bo'ldi. Men oldin qaytib so'zlagan buni. Rukosi bo'ldi. Endi rukoni qanday yozamiz degan chog'da intent filter deb biza nega action'ni belgilaymiz. Action bilan kategoriyani belgilaymiz. Action'da qaraydigan bo'lsak, nurg'un actionlar bor, buniki nurg'un actionlar bor. Endi bu yerga biz qaraydigan bo'lsak, masalan, miya qaraydigan bo'lsak, action main deb turdi, mana. Main deymiz. Buni endi olsam men miyadagi action main deganimiz nima desanglar, amaliyotda shu Java'dagi masalan, Java'dagi biz har qanday bir programni so'zlagan chog'da har qanday bir programda bir yoki bir qancha ruko dijisi bo'ldi, main ham shu bo'ldi dedik, main ham shu. Amaliyotda Androiddan main ham shu musho, Androiddan main ham shu musho. Endi Androiddan main ham shusini yozib bo'ldik biz, Androiddan main ham shusini yozib bo'ldik. Undan so'ng shuni bir ijro qilib ko'rib baqilay. Bu yana o'xshash chiqdi, mana installing success deb chiqdi, undan keyin device deb chiqdi, undan so'ng qarab baqilay. Qaraydigan bo'lsak, yana chiqmabdi, bu yana chiqmabdi. Demak, undan so'ng bizda ma'lum bir activityni bu yer ko'rsatib, ma'lum bir activityni ijro qilish uchun yo qo'zg'atadigan bizda turga chiqarish uchun yana bir narsa kamchilik qildi. Oldingi soatda biz so'zladik, undan so'ng categories, buniki categories. Android name qaraydigan bo'lsak, categoriesga men do'stam yerdan niya qaraydigan bo'lsak, mana categoriesida masalan bu masalan biz qo'zg'atish uchun qanday qilamiz desanglar, mana launcher deganni beramiz, launcher deganni beramiz, categoriesga biz launcher deganni beramiz. Endi men bu activity'ni qo'zg'atib boqay. Ma astadigisi qaraydi, biz astadigisi qaraydi oldi bilan. Bayatdan qisida mesela success deblar anadiki ma'ni don deb oxirlashganda, ma'noda ham success deb o'xshash menda. Anadiki men qaraydigan bo'lsak, starting activity, mau activity'ni qo'zg'atdi, mau device'da deydi, mau device'da deydi. Undan so'ng biz Gmail qaytib berib olamiz. Qaraydigan bo'lsak, bizniki ham navbatda bir activity chiqib turibdi, men tubiyoz chiqib turibdi, mana demo activity deb navbatda bizga bir activity chiqib turibdi mana bu. Endi bu activity'niki mesela hech qanday narsa, hech qanday ba'mliq, bu nimishkamdir, ma'lum bir oppoq chiqib oldi desak, biz miya qaraylik, undan so'ng miya qaraylik.
Veya qaraydigansak style napda bu IPP Zane deydi. IPP Zane qaraydigansak parents base'den keldi. Bu base nimeden keldi desek qaraydigansak sistemininki ama light deganimiz odatda yoruq, oq deganini bildirdi-ku, masalan, chiroq deganini bildirdi. Unda olsa men shu IPP Zane uyutay. Ben ma IPP Zane'ni faqat ma application degan functionsini uyutay. Endi qaraydigansak qapqar chiqdi bu, qapqar chiqdi. Endi haqiqisi chiqdi mana, endi haqiqisi chiqdi. Endi unda olsa bir activity'ni biz qo'zg'ataldik hozir. Qo'zg'ataldik, normal qo'zg'ataldik bir activity'ni. Endi activity'ni qo'zg'atgandan keyin bu activity'ni men deb o'tib ketdim. Activity'niki endi bir chonkoni belgilaydi dedim ama ma ustidikisi endi so'zlaymiz ama ustidikisi mesela ma soat ma chiqayotgan yerlarni hammasi bir window bo'ldi, window bo'ldi. Malni hammasi menda manada mesela yingendek ko'rindan millatda o'rgangan desek, endi activity deganimiz window mavrayin, activity deganimiz mavrayin bo'ldi, mavrayin. Bir activity mavrayin bo'ldi. Endi bu activity'niki baydan qardik endi. Har qanday bir activity'niki menda 4 bosqichni besib o'tdi, 4 bosqich. Start, create, start, resume, pause, destroy deb, to'g'ri yozdim qadar. Bunda 5 bosqich olmaz, 5 bosqichni besib o'tdi. Bu 5 bosqichniki hamda alohidligi qanday bo'ldi desanglar, biz oldi bilan dasa biz eng yaxshi programmani yozib ko'ra qilgan dasa men dastlabdan dasa ma'lum bir create uncreate deb funksiyasi bor, uncreate degan funksiya ham shu create degan dasa men nega system out println uncreate deb ya uncreate ijro bo'ldi. Ana ikkinchisi qaraydigansak unda olsa unstart deb o'zi ya. Üçüncüsü qaraydigansak unda olsa unresume shundaki. Unresume. Dördüncüsüye unpause. Beşincisi undress3. Undress3. Mana qarayamsak buna şu 5 funksiya uncreate, unstart, unresume, unpause, undestroy. Endi bu qaysi vaqtda ijro bo'ldi deganchada hozir oldi bilan biz ijro qilib baqilay buni, ijro qilib baqilay. Men yozayman, men tozlaytib, men programlarni ijro qilib baqilay. Mana qaraydigan bo'lsak, unstart degan ishga yozib qo'yibman bularni. Unresume. Küçük Fırcente qilgandan foydasi emas. Mana qaraydigan bo'lsak, buna bizniki mesela navbatda endi mana qaraydigan bo'lsak, birinchi qitim qaraydigan bo'lsak uncreate kiribdi, bu uncreate kiribdi. Maniki endi ustidan istamadi-ku, mana bu ustidan vaqt bo'yicha ustidan istamadi. Birinchi ijroini ustiga chiqdi, oxir ijroini ham to'yin chiqdi. İkinci qitim unstart kiribdi, bu. Üçüncü qitim unresume kiribdi. Demek unda olsa program bir activity qo'zg'algan chaqda oldi bilan cho'qib qurildi, bu. Oldi bilan ma'lum bir activity qurildi. Ana degan bu activity qo'zg'atildi. Oldi bilan qo'zg'atildi. Bayni bir mashinani mesela bayni bir motorni yasalsak, mesela oldi bilan bu motorni yasaymiz, shundami qurimiz bu motorni. Yoki bo'lmasa oldi bilan bir uyni yasaymiz, shundami oldi bilan bir uyni mesela ma'lum bir yasolmiz degandek, uydan birini yasolmiz.
Anadaki mesela bu öğüne mesela işletkide kılımız diyen söz ya işletkide kılıp işlendiktir diyen bu unstruct dep koysak mesela anadaki bununki mesela öğününki resmi işiltimiz ya adam krep resmi işilti diyen söz ya bu öğüne bu mende taza maskemmigen bir misal olap kaldı mesela undan sonra mana qaraydigansak oldi bilan quridi arqani anadaki onu qo'zg'atdi anadaki onunga man resume degani qaytib kirish degan so'z ya man qaytib kirish degan so'z kirish degan so'z uningga kirdi qo'zg'atib bo'lgandan keyin uni ishiltida kirdi degan so'z demak buniki masalan ijro qilish tartibi mavkana endi ijro qilish tartibi mavki oldi bilan create andan keyin start andan keyin resume kana undan sonra maash ikisi qaysi vaqtda ijro bo'ldi maash ikisi qaysi vaqtda ijro bo'ldi an pause bilan an destry deganda qaysi vaqtda ijro bo'ldi undan sonra men bununla hozir qisqaroq bir tal masalan mana bu battandan buni qo'yay close deb qo'yay battannikini finish the today. Endi ma'lumotga navbatdagi kodni biz qarab turdik. Oldilar ijro qilib qo'yib bana buni tushuntirib qo'yay. Endi men bu yerdan mana o'xshash hamma qaraydigansak mavzuchini biz tushundik, mavzuchini oldi bilan create qildim, unga start qildim, unga resume qildim. Men tozlaydi. Demak bizga activity kirib bo'ldi, hozir activity kirib bo'ldi. Bundan sonra navbatda bir buttondan birini qurdim, ekranga pul to'shib chiqqan button shu. Buttondan birini qurgan ekan qaramda men buttonniki mega taq chekilish ishiga, unclick ishiga men navbatdagi activityni o'chirtirgan yozdim. Finish deb finish orqali navbatdagi activityni biz o'chirtiramiz. Uni masalan shifon qo'yib neysindir shifon qo'yib olamiz. Hamlatda neysindir shifon qilmaydi dercha. O hamda bu shunijiniki alaylik. Mesela shuniji qanday vaqtda ziyonni sho'g'il qildi degan qaytirib bo'ldi degan chaqda o'z bergan narsani qaytirib. Mesela ba'zi ziyonni yetishmagan chaqda ziyonni qaytirdi yoki uzoq muddat ma'lum bir ziyonni ishlatmagan chaqda ziyonni qaytirdi. Endi men flash deganimiz navbatdagi activityni o'chiritish, navbatdagi activityni yepitish, ko'znakni yepitish. Endi men buniki taqchiklish sirasiga navbatdagi activityni o'chirib men menda bisbaqaya biz bakalım qaraydigan bo'lsak unda olsa pause yuz berdi pause degan. Evet pause deganimiz hamda masalan sizlar bu funksiya yasab bakkan bo'lsangiz mumkin zentin degan gap, zentin degan gap. O'chirsak oldi bilan zentin kirdi ekan bu. Ondan keyin qaraydigan bo'lsak anaki destroy kirdi ekan, destroy kirdi. Unda olsa biz bunda qarab bakalım. Unda start bakkan, unda olsa resume bakkan, pause bakkan qarang. Unda stop bamdi, stop bamdi. Qaraydigansak stop deb turdi, mana stop deb turdi. Demak biz activity'niki har qanday bir holatini biz bilalaymiz degan so'z. Har qanday bir holatini mush funksiyaligi har qanday holati yuz bersa, mush funksiyaliga kirdi degan so'z. Mush funksiyaliga avtomatik o'z kirdi degan so'z. Mush funksiyalar ijro bo'ldi degan so'z. Bundan men ma'nosi qaytadan ijro qilib qo'yay. Ücreteye. Ücretsem qaraydigansa mana hamda mana stop qo'shilibdi, allaqqa stop qo'shilibdi. Başta create, andan keyin start, andan keyin resume de. Undan sonra activity'ni cheklish shekli qanday oldi desanglar, oldi bilan bu activity'ni to'xtatdi. Oldi bilan to'xtatdi. Activity'da barliq ijro qilayotgan narsalarni to'xtatdi. Andan keyin bu activity'ni masalan rasmiy to'xtatdi. Oldi bilan mal zentin qilish
Hoş kelsin hem de vaqtni to'xtatishga ama bizning ba'zi tilimizda shu ba'zi gaplarni ifodalagan chog'da shunday nima bormikin deyman, kamchilik bormikin deyman. Mana endi vaqtni to'xtatish ham zanjir qilish deyman. Anaki mana to'xtatish, anadikan buni destroy qildi. Destroy deganimiz endi vayron qilish degandek narsaga destroy deganimiz bikoq masalan bu biroqlar destroy qilib bu biroqlar bikoq qiladi degan so'z. Nötik aktivitetini biroqlar o'chiradi yoki o'raydi degan so'z. Yoki bo'lmasa nötik aktivitetini o'chiradi deb ko'rmoqda. O'chiradi degan so'z. Chekinish ahvoli mushkul bo'ldi. Chekinish ahvoli mushkul bo'ldi. Undan sonra çekinmey ya, undan sonra çekinmey. Çekinmey, qaranglar, undan sonra. Ba'zi chaqlarda biz aktivitetniki mana uchiritay. Bizlar mana yana qo'zg'atdim, yana qo'zg'atib, ba'zi chaqlarda biz home knopkasi deb qo'yamiz, home knopkasini besib mana o'shaga home knopkasini besib chiqib ketadigan ahvollar bo'lib qolishi mumkin. Men undan sonra mashina chekib boqay. Mesela ben nöbette home knopkasini besib, men jo'men qaytdim. Qaraydigan bo'lsam, unda home knopkasini besib qaraydigan bo'lsak, on pause yuz berdi, zanten qilib to'xtatib qo'yibdi, nöbetdagi aktivitetni to'xtatib qo'yibdi. Nöbetdagi aktivitetni to'xtatib qo'yibdi. Undan sonra men o'sha aktivitetni yana qaytadan chekib kiray. Qaraydigan bo'lsam, bu to'xtatib qo'ygan aktivitetni oldi bilan qo'zg'atibdi, qaytadan. On start deb yuz berdi, qo'zg'atibdi. Anadaki bu aktiviteni qaraydigan bo'lsak, resume debdi, bu aktivitega anadaki kiribdi, bu aktivitega kiribdi. Endi malniki hammasi mush aktiviteniki jontes qanday bo'ldi degan chog'da men to'yanda bir rasm ko'rsatay. Ekran çıktı mı böyle? Endi ma'lum bir aktivitetniki qurilib oxirgi kadar vayron bo'lishi deb qo'ymoqqa tugishi qata mana shunday bir bosqichlarni disiplinida. Masalan, dastlabda ma'lum bir aktivitetni qo'zg'atsak, biz oldi bilan bayonotdan ko'rib o'tgandek on create qildi, on create on start qildi, on resume qildi. On resume kirib bo'lgan ekan bu aktivitet rasmiy qo'zg'alib bo'lgan bo'ladi, ekranda ko'rinib rasmiy qo'zg'alib bo'lgan bo'ladi. Unda esa aktivitet qanday holatda, masalan, pause qildi degan chog'da aktivitet men qarabda another activity comes in front of the activity deydi. Demakki bu yerda desanglar boshqa aktivitelar mush aktivitini to'sib olgan chog'da yoki bo'lmasa mush aktivitini biz masalan o'chirib o'tsak, bayonqidagi finish qilsak degandek vaqtida unda olsa bu on pause kirdi. Agarda biz bu aktivitini o'chirib o'tgan bo'lsak, finish qilayotgan bo'lsak, the activity no longer visible deydi. Uzun vaqt ko'rinmagan bo'lsa demakchi, ya'ni uzun vaqt ko'rinmagan bo'lsa demakchi. Undan sonra bu aktivite stop holatiga kirib, undan keyin destroy holatiga kirib degan so'z, destroy holatiga kirdi degan so'z. Miyaga another application needed memory deydi. Men pauzaga kirib bo'lgan chog'da ba'zi aktivitelar men bayotni deb ketdim. Javaga masalan nechun kerak bo'lgan chog'da xushov qildi dedim. Men nechuni xushov qildi dedim. Bu nima degan gap desanglar miyada mana another application needed memory deydi. Biz masalan navbatga masalan xotega o'tkazib qo'ygan aktivitelar emas masalan, xotega birsiga uzun vaqt to'lab ketsa xoteda bek uzun vaqt. Yoki bo'lmasa nechun yetishmagan holda balkim xushov qilish mumkin, Shu narsani qaytarish mumkin. O chaqda bizning aktivitamizni tugatadi-da, navbatdagi aktivitamizni tugatadi degan so'z. Undan sonra tugatsa masalan biz qaytib masalan shu aktivitga kirgan chaqda olsa masalan navbatdagi process is called deydi. Masalan navbatdagi prosesni o'chirayotgan bo'lsa, undan sonra aktivite qaytadan qurildi degan. Undan sonra biz aktivitga qaytib kirsak-chi. Undan sonra nimadan yuz berdi? Unstop qaranglar, unstopdan bayat o'qidik, restart qilib, unrestartni biz yozmadik, start qilib qaranglar, resume qilib, aktivite qo'zg'algan. Agarda o nechunda masalan bayatdan qilsa nechundan yig'ilib ketadi degan so'z. Endi nechundan yig'ilmagan bo'lsa, on pausedan buyozda on resume qildi degan so'z, on pausedan buyozda on resume qildi degan so'z. Unda olsa
Bunda bir ekol çıktı ya. Mana qaraydigan bo'lsak, unda olsa ba'zilari masalan on stop kirgizdi ekan. Ba'zilari on pause'dan, ba'zi on listening bios kirgizdi. Unda olsa bu activity'niki demak unda olsa biz mushu yunshim bo'lgan nimasini kunjuk qila olamiz degan siz ya. Mushlarni biz boshqara olamiz kerak. Unda olsa activity'niki boshqa mesela yunshim bo'lishi olti qanday bo'ldi deganchada miya yozamiz ya. Biz activity'niki yunshim bo'lishi oltini miya qaraydigan bo'lsak Dolayı alnı bo'lsa, men lunch dedim qo'y men. Lunch mode dedim. Men qaraydigan bo'lsak, men 4 xil lunch mode turdi, men 4 xil lunch mode turdi. Qo'zg'alish hamda ijro bo'lish shakli dedi, masalan. Mana bu hamda activity'lar masalan, ikki programda qanday ijro bo'ldi desanglar, bu janalar turdi. Shu DJ'ga o'ynagan sanlar masalan, janni cho'qim tushunsizlar meni. Jan deganimiz qanday desanglar, masalan, chilakka, jan deganimiz chilak. Janniki alayidligi nima desanglar, janniki Shenzhen Houchu deb qo'ydi, Houchu Shenzhen deb qo'ydi yoki bo'lmasa Shenzhen Houchu deb qo'ydi. Bu chilakka bayni taqsin sasa qarang, taqsin sasa. Eng oxirida masalan, eng oxirida masalan sog'inimizni eng bishida olamiz, eng bishida olamiz. Eng bishida sog'inimizni eng oxirida olamiz, qoida bo'yicha eng oxirida olamiz. Hem de şu növetteki bir activity'ni mesela növetteki bir application'daki activity'larımız şu hale tuturdu ya, şu hale tuturdu. Mesela ma'lum bir activity'ni mesela qo'zg'atsak, mesela ma'lum bir programni qo'zg'atsak, qo'zg'ab ma'lum bir activity bo'lib qolsa, biz home kun bisib yoki bo'lmasa başka bir mesela ne başka bir programni aldık programni to'sib olgan bo'lsa, unda qaytib kirgan chog'da bizga eng ustunlikni ko'rsatib berdi, eng oxirida kirganimizni ko'rsatib berdi. Bu amaliyotda shu jan shaklida. Eng oxirdagini biz finish qilsak mesela ne, eng oxirdagini biz finish qilsak mesela ne, eng oxirdagini biz mesela eng oxirdagini biz finish qilsak, uni keyindagini ko'rsatib berdi degansiz ya, uni keyindagini. Ajinda qilib biz finish qilib mesela tugitib eng bishini qo'zg'atqanda tugasak bir programdan biroq chekinib chiqib ketadi degansiz ya, bir programdan biroq chekinib chiqib ketadi degansiz. Bunda finish olti mahalat bo'ladi ya, finish olti mahalat bo'ladi, tugash olti. Endi qo'zg'alish olti masalan mahalat bo'ladi degansiz ya, qo'zg'alish olti mahalat bo'ladi degansiz. Unda esa tövendeki töveti nima desanglar, mushniki hamda janda bir turish olti, ama turish olti. Standart degani buniki morn olti, morn olti standart. Men kelar soatda men tafsil so'zlayman. Standart single task degani bularni ham so'zlayman. Hozir unda o'zim single top degani hamda ustun turdi degansiz. Single task degani ayrim bir language bo'lib turdi. Single instance degani deganimizni unda tushuntirib bu demek kilerse tepsi düşündürüp koyar. Bununki hem de yazık düşündürürse uzunlarak ya. Guanfan'ınki belki yazık düşündürürse uzunlarak. Bu olsa mücmer etmezim. Bunda olsa ben yerden özgert bakayım. Bunda olsa ben single task dep özgert bakayım. Bunda olsa. Bana qarayğamsak unpause kirip, unstop kirip ajında qo'zg'aldi. Bunda olsa men home'ni besib chiqib ketdi. Home'ni besib chiqib ketdi. Home'ni besib chiqib ketadigan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam bu unpause qilib kirdi, unstop bo'lib kirdi. Bunda olsa men mana qaytib kiray, unda olsa bu qaytib kirsam yana o'xshash ya, unstart bilan unstop qo'zg'alib deyapsiz. Bunda olsa men single top deb qo'yay, unda single top deyman. Qaraydigan bo'lsak bu kirdi. Bundan sonra ben matematik işit bakaya single task dedi. Zaten ma bayan resimde ko'rsatilgan maholatga qanday ahvolga asli kirdi deganga biz qanday qilib kirdi. Standart yine morn oldu ya böyle. Yeni uçuşu. Yeni uçuşu.
chiqdi. Ma to'rtini men kelarsa tushuntirib, ma'nini men kelarsa tushuntirib qo'yaman, mavzuni men kelarsa tushuntirib. Bu ama programdaki meselemi yoki o'sha navbatdagi fanniydagi meselemi men tushunmay qoldim. Endi tajnak unstop kirmay turib, pause bilan resume'dan qaytalaydi, Endi bu activity'ni ham qo'zg'alish jarayoni, bu qo'zg'alish jarayoni. Bundan sonra biz endi ikkinchi bosqichda bundan sonra ma'lum bir activity'ga bundan sonra qanday bir view'ni beramiz, mesela qanday view'ni ko'rsatamiz deganda, bundan sonra buniki bundan sonra qaraydigan bo'lsak, set content view deb ishda funksiyasi bor, funksiyasining shu harakatidan kuchi bor, set content view deb mesela resource'ninki id'sini beralamizki, view'ni beralamizki, bayon qo'shishga, aniki view bilan qo'shib, layout parameters deydi, param beramizgina. Undan sonra mesela ma'lum bir XML'dan bir quray, XML layoutdan bir quray, layout mesela demo birdan layoutni quray. Layoutdan bir qurgan ekan, bu layoutniki ham ichiga mana bir knopkani tashlaydi. Men ma'lum bir knopkani tashlaydi bunaqa. Ma'lum bir knopkani tashlaydi. Endi bu layoutni mesela navbat qurgan shu layoutni qanday qilib beramiz? Bayatan ko'rdik, bayatan ko'rdik. Set content view degan ekan air checkout mesela air checkout layout checkout demo 1 deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda demo 1 deb chiqdi avtomatik air degan. Unda olsa bir muhim hukm bor. Androidda bu air degan nemo desanglar, air degan tutgan zuyan hujjat bilan qaranglar, zuyan hujjat bilan qaranglar. Muşu ziyan hüccetler bilen qaranglar, ziyan hüccet bilen müşadiki Java hüccetini bağlaydı. Tushundingmi? Java hüccetini o'zaro bağlaydı. Java hüccetini qanday bağlaydı desanglar, ziyan hüccetler mesela har birisini bir o'zining layshingsiga asoslan müşada R'ning ichida aniqlaydi. Odatda biz R'ni o'zimiz berib qo'limiz bilan o'zgartmaymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana R'ning ichida mesela Address deydi, drawable deydi, rasm debdi, layout debdi. Va rasm degani qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir int qiymat beribdi, buni int qiymat beribdi. Bu rasmlar nima desanglar, ma'lum rasmlar, mana. Mushu rasmlar. Bizlar mana IC launcher deb sim bo'yicha berdi. Va layout deganimiz mana Winjenjan ismi, Bundan sonra men yerga rawdan birini qo'shay yoki bo'lmasa boshqa Winjenja qo'shay, yerga. Mesela my layout deb qo'shaylik. My layout deb qo'shib, buni ichiga bundan sonra men bir layout yozay. My demo layout deb yozay. My demo layout degani mana ichiga yozdim, mana ichiga qo'shib ekratdim. Mesela mana ichiga my demo layout. Bundan sonra men mana ichiga kirib qarab boqay. Çıkmaptı, bu çıkmaptı. Bundan sonra ben hani bu bir hatalık da oldu, yani hatalık da oldu. Demek qaranglar. Demek mana hatalıkını biz görüp baklayalım yani. Hatalıkının böyle aslı çıktı buna. Invalidate dedi, resource directory name dedi. Demek ma resna işçiga yazdığan Winjenjalarning ismida cho'qim shart bor. O'zimiz xohlagan chizib qo'ysak bo'lmaydi, cho'qim shart bor. Buni ichiga qaysi Winjenjalarni qura olamiz degan chog'da biz raw degan hujjatni qura olamiz. Raw degan Winjenjani qura olamiz. Anadiki yana menu degan hujjatni qura olamiz. Anadiki bunaqa yana anime debcha anim deb bütün do'ng'alarni saqlaydi. Qana harakat masalan do'ng'alarni saqlaydi. Anadiki color deb mesela rengi münasebet. Asosan mushunda hujjatlarni qura olamiz. Anadiki musha har bir layoutlarni
yana ayrim şekilde yazgı buldu. Mesela ma'na okşaş yazgı buldu. Layout ne mesela ben bunu köçürüp bilip mesela minanki növetkimiş layout de mesela ne? Növetki layout'u fakat muşu mesela pingben diyen oğu maskasını desek Bunda yazıp koysak bo'ldi ya. Bunda yazıp koysak demek mao mesela pingben diyen oğu bağlan çağda otomatik ma layout'mış şiltirdi degan siz ya. Ma layout'mış şiltirdi degan siz. Adetki başka telefon eğer pingben diyen oğu bulmaya kalsa mesela pingben ma XX digimizden de kiyimning nomeri bo'yicha men qandaylar ya mesela ne ma L deganimiz eng kichik, M deganimiz o'rta L, H deganimiz yuqori, XH deganimiz mesela tekin bir 2X, 3X kiyime XL kiyime degan o'xshashlar, kiyimning nomeriga o'xshab ketadi. Endi bu yerda ma deganimiz mesela ma'naga maskinligini mesela shu familiyalik tushgan chaqda shuni o'qiydi. O'xshash ismli qilib qolsangiz boshqa telefonlarda ma'liyatni o'qiydi. Shu mesela ma'naga bo'lgan chaqda ma'liyatni o'qiydi degansiz ya ma'liyat. Bunikini mana familiyaga moslashtirib yozsak, o'xshash bir kod orqali har qaysi telefonlarga moslashtira olamiz degansiz ya moslashtira olamiz degansiz. Undan sonra buni biz qanday baydoq desak, content Erning ichidagi layout degan lay orqali qarang, layout degan mesela static lay orqali biz demo 1 degan ziyonni o'qib olib, shunaqa baydoq. Buni ham shiton o'zi bir taraf qo'llayapman, buni ham shiton mundaq degan bizga shunda yozinglar deb degan Androidniki gonvansida bizga Androidniki o'rganish usulida buni yozamiz. Buni nima ishga shunda yozamiz deb so'rasanglar, buningga ham da Google'dagilar javob berib bo'ldi. Çünkü ular programlarning shunda layilab ekan. Endi bu layout orqali shunda ziyon hujjatni o'qib oldik. Bu R deganniki endi navbatdagi mesela nima shu alohidlikni nima desanglar, R deganniki eng cho'ng qildigan ishi nima desanglar, ziyon hujjat bilan bizniki Java hujjatni bir-birisiga tutashtirdi. Ziyon hujjat bilan bizniki Java hujjatni shu R orqali tutishdi, R orqali tutishi degansiz ya, bu o'zaro o'qib oladi. Java hujjat shu R orqali ziyon hujjatni o'qib oldi degansiz ya. Ma ustidan ustiga ma'lum bolalar, ustidan ustiga ma'lum. Java hujjat ma ziyon hujjatni o'qib oladi. Herkes ziyon hujjat Java hujjatni o'qib oldi desak bo'lmaydi. Ustidan ustiga ma'lum. Eğer bo'lgan chog'da faqat shu masalan ijro olmaydigan kodlarni, shu ijro bo'lgan kodlarni orasiga kirib shuni ijro qiladi degansiz ham shunday. Endi bu bir xil berish usuli, set content view deb bu bir xil berish usuli. Endi bu yerda biz o'zimizni ko'rib o'tdik, bunaqa ko'rib o'tib qaraydigan bo'lsak, bunda endi yana bir view beramiz, view Aldan qatman dedim, view'ni men aldan qatman bir kursda bilib ketgan. Futbol sistemidagi hamma kontrollarning hammasi view bo'ladi dedim. Undan so'ng men yerga controldan bir quraya, undan so'ng men yerga edit text deb bir quraya. Edit text deganim men bir shuru qilamiz, my edit deya. New edit text deb quraya. Step edit text deb quraya, shuru qilamiz quraya. Nanken bir yerga mana shu edit textni berib qo'yay. Edit textni berib qo'yay. Biz buni qo'zib qo'yay, mana shunday. Qaraygansak, men yerda mana shu rukoniki belgisi chiqdi, men qayta yozayapman. Ko'p bir pingmoga liqqa chiqibdi buni. Endi men buni kichikroq chiqarmoqchi bo'lib qolsam, bo'lsa meniki layout parameters yoki set width deb. Kenglik bilan 100, kenglikni 100 set ilgisinin alıp koyun ama hiç gözükmüyor. Yani bana karar kalsak mı? Bakayım onu kendi demiş gözükmüyor mu? İşte yaxshi da gapi. Demak, ma'qul usuldimi ma'lum bir o'zimizniki qurgan ma'lum bir view'ni bera olamiz degansiz. Bu endi activity'ga ma'lum bir view berish usuli, view berish usuli. Hamda activity'niki hamda undan boshqa qanday alohidligi bor desanglar, miya qarayotgansak, bayatimiz launch modulini ko'rsatgan. Hamda activity'ni masalan ba'zi activity'lar yanto chiqadi, ba'zi activity'lar tik chiqadi. Ba'zi activity'lar masalan shu
ekranla o'zgarishga ergishib o'zgardi. Ekranla o'zgarishga ergishib o'zgardi. Uni nereden tanışayımız degan chog'da ham shu Java manifestning ichidagi mesela screen orientation deganni tanishamiz mesela. Bu hech qanday tanishmasak mesela, hech qanday tanishmasak bu navbatdagi activity bizniki navbatdagi activity qarang. Mesela ben mana istiga mesela set content view bunu ben berib qo'yayman, men berib qo'yib tushunish uchun men berib qo'yayman. Belki bunaqa nima bo'lgan sizning yo'qmanaqa background berishing Android background hiç background çıkmaydı lan. Ben uçurup buraya yapmışım böyle. Bayağı konuya bakın şeyde böyle. Bana qaraydigan bo'lsak, endi mesela bir view berdim qo'y mesela, ne view berdim. Men daha ekran o'zgartib boqay, meniki ekranni ekran o'zgartirgan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, mana qaraydigan bo'lsak, nimaga diqqat qildi bolalar? Nerede bir muhim mazmun so'zlaymiz. Men tazlikda, bu yerda men ekran yanchoyam, men o'zgartay. Bu Mana qaraydigan bo'lsak, qaranglar. Unpause ga kirib qaranglar. Unpause ga kirib, mana shu bir ekran o'zgarish qilib. Unpause ga kirib, ananki unstop ga kirib, bu activity tugab ketib, biroqlar destroy bo'lib ketib, qaytadan qurilibdi bu activity, qaytadan qurilibdi. Unda olsa qaranglar, bunda bo'lsa bo'lmaydi, bizga nisbatan bunda bo'lsa bo'lmaydi. Bir ekran o'zgargan zaman Gmailni bu qaytadan qurib, qaytadan qilsa, bizniki nurg'un bog'langan qilgan shu joylarimiz qaytadan bog'langan qilib çatak çıkıp diyoruz. Ondan sonra bizimki qanday oldin olamiz degan joyda qaranglar. Android kiryapmiz mana config changes degan kirsak qaranglar. Config changes degan kirsak nega qaraydigan bo'lsak ham orientation deb turdi mana. Orientation deganimiz screen'ninki navbatdagi ekranning orientationsini demakchi. Bu orientation mesela o'zgargan chog'da shuni belgilab qo'ysak biz mana demakchi desanlar config changes orientation bo'lib qolsa navbatdagi activityni qaytadan yangilama degan gap, yangilama degan gap. Mana qaytadan kiradigan bo'lsak mana o'chirib tozaytib qaytadan mana o'zgartib boqay, men o'zgartib boqay. Zad activity chiqadi. Activity zad chiqadi. Activity zat çatak var valla. Benim başımda çıkar mısın?
Ma mezmunlama makiler zaten bayan kavus bağlılık sürecek oluyor mu? Zaten activity'de bir çıtık oluyor mu? Ya rutin aşımı oluyor. Hem de ma qaranlar, hem de bazı aktiviteler qaralğansa ekran yan toqsaqmı? Yan toqsaqmı? Bu hech qanday o'zgarmaydi. Bu yerdan biz ham shu u qanday qildi degan chog'da shu activity'niki screen orientation deb activity'ni muqim bir nimada belgilayapti. Endi mana ishga qaralğansa nurg'un holatlar bor, nurg'un holatlar bor. Bizning asosiy chiqishimiz mana bu chikolat bilan yan tualet bilan chikolat. Bir belgilab qo'ysak hamda activity qo'zg'algan zamonlar mush holatni avtomatik o'zi tanlaydi. Endi bo'lsa men navbatdagi holatni o'zlaman yan tualet qilib qo'yay, yan tualet qilib qo'yay. Mesela mana bizniki navbatdagi holatimiz chikolat qo'yib, unda men qayta qo'zg'atib qo'yay. Qaralğansak avtomatik mana yan tualet qo'zg'aldi, avtomatik yan tualet qo'zg'aldi. Programma avtomatik yan tualet qo'zg'aldi. Undan sonra men yana mesela chikolat qilib qo'yay, chikolat qilib qo'ysam mal chikolat oldu. Undan sonra ekran o'zgartib boqay. Ya da ekran mutlaka chikolat olsa avtomatik o'zgarmaydi. Bayan qishlanamizlar monitor nashimi turadi. O'zgarmaydi, nima chikolat olsa. Endi undan boshqa alayliklarni ko'rsatishni o'zi ko'rib boqsa bo'ldi. Mana bilan bayan qilib Destroy cremate destildi. Destroy cremate. Endi ondan başqa activity'niki yani qanday qasıqlar bor degan chog'da bir şeyga ma'lum bir activity'ga masalan ma'lum bir activity'ga qaraydigan bo'lsak style zem beramiz ekran. Ba'zi activity'larniki masalan ba'zi activity'larniki üstü qaraydigan bo'lsak asosan Uyg'urcha ko'p activity'larniki o'zi zidin yıqıgan yani mesela title bar'si yo'q ham bo'lsa bu yerdan qanday style beramiz degan chog'da o'zimiz style yozsak bo'ldi yoki bo'lmasa shitona ba'zi style'larni bersak bo'ldi. Masalan titlesini yo'q qilmoqchi bo'lsak yoki butun ekran chiqarmoqchi bo'lsak bu yerga qaraydigan bo'lsak mana qaraydigan bo'lsak black no title deydi hozir. Undan boshqa zem deb qaraydigan bo'lsak mana Zem ticket no title bar deydi. No title bar full screen deydi. Men bo'lsam no title bar ne so'zlamay. Title bar deganimiz qaysi rayon desanglar bayon xususiy rayon deydi. Managa full screen qilib qo'yay, men qanday chiqishga qarab qo'yay. Full screen qilsam qarasam ustidagi soat rayonini yo'qolib ketdi. Soat rayonini yo'qolib ketib butun ekran chiqdi. Ba'zilar chidon jemiyatlar mesela qo'zg'alish ekranlari shunday full screen qilayotgan degansiz ham shu mana shu zemsini ham full screen qilayotgan degansiz. Undan boshqa qaraydigan bo'lsak activity'niki ma'lum bir icon beramiz, logo beramiz, label'sini beramiz degansiz. Ananiki undan boshqa ma yangi nimadan nurg'un narsa qo'shib ketgan. Qog'ozlarni biz jiqishlatmaymiz. Bularni hammasini birdan-birdan so'zlab o'tirsak nurg'un vaqt ketadi bularni. Qog'ozlarni jiqishlatmaymiz. Hozir niyatimiz so'zligini mana shu tayfa qilish jarayonida nurg'un jiqishiladigan, asos qilishadiganlarni, asos qilishadiganlar. Qog'ozlarni o'zinglar shu konferensniki ya bo'lmasa davomli tadqiq qilib ko'rib baxsam bo'ladi qog'ozlarni. Endi activity-niki bir qancha mazmun qilib qoldi ya bolalar bizning bir qancha mazmun qilib qoldi. Buni ham keyingi qitimliq mazmunda cho'qib to'liqlab so'zlaymiz. Undan boshqa activity-ni ham keyingi qitimliq mazmunda nimani so'zlaymiz desanglar, bir activity-ni qanday qo'zg'atamiz,
Andan keyin yana bir aktiviteni mesela ma'lum bir qimmatlarni qanday beramiz, ishga aktivite jarayonida qanday qimmatlarni beramiz. Bundan da hamda bizniki kelar soat yana bir yangi so'zlaydigan nazarimiz bo'lsa internet orqali biz ma'lum bir aktiviteni qo'zg'atamiz, ma'lum bir aktivite bilan ma'lum bir aktiviteni fikr almashtiramiz degandek. Andan keyin aktivitedan keyin mesela qaytib kelganda ma'lum bir aktivitada ma'lum bir funksiyalarni ijro qilamiz degandek. Shunga o'xshash ishlarni kelar soat so'zlaymiz. Kelar soat aktivite ham demak muhim emas. Shunga buni 2 soat yoki 3 soat so'zlab qo'yishimiz mumkin. Ana degan aktiviteni so'zlab bo'lgandan keyin biz rasmiy turda ana degan viewga tushamiz. Mana aktiviteni so'zlab bo'lgandan keyin kelar soat aktiviteni so'zlab bo'lgandan keyin men bu yerdagi har qaysi hujjatlarni mesela alohidliklarni qanday quramiz, qanday mesela bir hujjatlarni qanday ifodalaymiz, mesela bu yerdagi layout valuesni qanday string quramiz, yana boshqa nimalarni quramiz degandek hujjatlarni so'zlaymiz. Ana keyin ma'lum deganni maqsad to'nqoq bo'lgan chog'da so'zlaymiz. Ondan şu kelar shuni so'zlasak, ana keyin aktiviteni so'zlab bo'lgandan keyin mazmunlarni so'zlab bo'lgandan keyin rasmiy turda biz viewga tushamiz. Mana XML ichidagi mesela buttonni qanday ishlatamiz, tekst yo'lini qanday ishlatamiz, tekstni qanday ishlatamiz deganlarni so'zlaymiz. Ularni so'zlab bo'lgandan keyin ana keyin biz servisni so'zlaymiz. Servisni so'zlab bo'lgandan keyin ana keyin biz mesela inventory, mesela arliqda inventory, mesela hujjat bir taraf qilish, hujjatni saqlash, o'qish degandek. Undan keyin biz broadcastni so'zlaymiz. Broadcast. Aslında so'zlab ma'nosi davom ettirdik.